Kapaziyani eng yoqtirgan narsasi bu va pressing ishlashni boshladi. Ali Qulfning yo'qligi bugun o'sha havodagi kurashlarda o'sha Tarimiyni zararsizlantirishda juda ham bilindi. Uni Ali Qulf baribir katta nom. Eron bilan safarda Tehronda ochko yo'qotganimizdan xafamizda hozir qachon bo'lgan bunaqa? Jang ko'rsatdiki jamoa. Menda masalan endi umuman shubha qolmadi desa ham bo'ladi keyingi o'yinlarda. Emiratga qarshi ham, Qatarga qarshi ham xudo xohlasa. Ularga qo'shni emasdi, qo'shni, yon qo'shni, jon qo'shni deydi-ku. Aminman, o'sha chaquvchilar bor, orasida insofsizlari bor. Bitta chiptani 15 ta odamga sotadi, 100 ta odamga sotadiganlar ham bor. Rahmat aytamiz qirg'iz og'alarimizga, sababi Qatarda o'yindan chiqarib berdi. iTicket bilan kassada sotilayotgan biletlarni ko'rdik hozir. Bizga hech qanaqa faqat muammo keltirib chiqadi. Ko'ramiz kelganlarning ko'pchiligi shunchaki Abduqodirga savol berish uchun emas, shunchaki u bilan suhbatlashishmi, rasmga tushish uchun kelganlar bor, boshqa bor. Eng muhimi uni o'sha sodda, oddiy, samimiyligidan foydalanmasligi kerak odamlar. Hali yozishdi-ku, bizni futbolchimiz Cityda o'ynamasin ekan deb hazilomuz o'zi. Shu narsa chinga aylanib qolmasligi kerak debdiki. Abduqodir kimdir chaqirmoqchimi? San chaqirmoqchimisa, marhamat, pulni to'lab qo'yib bo'ladi. Shunaqa bo'lish kerak-da o'zi idealda. Assalomu alaykum Qobuljonov o'z YouTube kanali kuzatuvchilari, Top Podcast O'zbek futboli. Bugungi mavzularimiz yetarlicha, ekspertlarimiz ham doimgidek Faxriddin Ro'ziyev, Sherzod aka Rajabov. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Biz kutgan ekspertlar nimagadir kelishni rad qilyapti, qo'rqyaptimi bilmadik. Ko'rsatuvda o'zida chaqirib qolamiz. Tezroq kelishsin. Mavzular ko'p. Bu yog'iga yana Superliga boshlanadi, lekin bugungi dasturimiz terma jamoaga ataladi. Biz Qirg'izistonga qarshi o'yindan keyin ham efirga chiqa olmaydi. Sababi ikkalasini bitta qilib chiqamiz degandik. Hozirgina Eronga qarshi o'yin yakunlandi. Jangovar durang 2-2. Dastlab shu bahs haqida, keyin boshqa mavzular bor, ular haqida ham gaplashamiz. Bugungi o'yinni mana hozir tugatib keldik, yig'ildik. Ochig'i rosti, agar o'yindan oldin kimdir durangga rozimisan desa, balki rozi bo'lardim. Eronning darajasini, kuchini, Tehrondagi o'sha Tehronda o'ynashimizni hisobga olib balki rozi bo'lardim, lekin o'yin davomida o'yinni borishini ko'rib, terma jamoamiz ko'rsatgan o'yinni ko'rib, o'sha ikkinchi taymda ayniqsa ikkinchi gol urganimizdan keyin g'alabadan boshqasiga rozi emasdik, chunki birinchidan qo'limiz deydi. Eron biz kutgandek o'ynamadi nimagadir, yoki Eron bizdan shunaqa o'ynashni kutmaganmi? Xullas, vaziyatlar bo'yicha ham, tartibda ham ustunlik qilayotgandik ikkinchi taymda ayniqsa. Hali ko'pchilik o'yinning ключевой epizodi deydi, eng hal qiluvchi epizodi deb o'sha Abbos 1-1 chiqqanda darvozabon qaytarib qoldi. 2-1 bo'lardi hisob. Lekin meni fikrimcha undan oldinroq bo'ldi shunaqa epizod. Ya'ni biz gol o'tkazib yubordik. Eron hisobni tenglashtirdi, lekin tezda o'zimizga kelib ikkinchi gol urdik. Ana o'sha menimcha o'yinni hal qiluvchi bir vaziyatlardan biri bo'ldi. Chunki Eron gol urdi. Eron bosim qilayotgandi, hisob tenglashtirdi. Keyin hisob tenglashtirgandan keyin o'zi psixologiyada ma'lum vaqt davomida bir qisqa daqiqalarda tashabbus berib qo'yardik. Ya'ni o'zimizga kelguncha, golni qanaqa o'tkazib yuborganimizni to futbolchilar o'zi analiz qilguncha bitta muzlab olardi. U bor narsa-da futbolda kim bilan kim o'ynashidan qat'iy nazar, lekin biz 1 daqiqada, 2 daqiqada adashmasam tezkor hujum uyushtirib o'sha burchakroqda jarima to'p ishladik, ikkinchi golni ko'p. Tez o'zimizga qaytib yana ikkinchi golni urdik va Eronni yana o'zimizni nimamizga yurg'izdik, hali nima deydi? Bizni yo'ldan yurishga majbur qildik. Endi Eron baribir o'yinning oxirigacha hujum qildi, bosim qildi, lekin ko'rdik, Eronning himoyasida ham, yarim himoyasida ham muammolar bor edi va bundan terma jamoamiz foydalandi. Ko'p vaziyatlarda biz qochib ketdik. Abbos ayniqsa qanotda rosa bosim qildi. Himoyachilari Eronni nimagadir qisqa paslarda umuman brak ko'p bo'ldi. Asosan o'sha uzun paslar orqali, long bollar orqali bosim qilishga, hujum uyushtirishga harakat qilish, chunki ikkinchi qavatda baribir yaxshiroq o'ynaydi Eron, buni biladi va ikkita gol ham shunaqa kiritildi. Bittasida endi biroz xato qilib qo'ydik, birinchi golda qaytarib bo'lmaydigan zarba yo'lladi Tarimiy. Ikkinchi golda ozgina diqqatimizdan yo'qotdik, lekin ungacha ham Eron bosim qilayotganda o'tkir bir vaziyat topib chiqdi, bir vaziyatda Rustam Ashurmatov topib chiqdi. Ikkita vaziyat topib chiqdi. Umuman agar mana hozir o'yinni tahlil qiladigan bo'lsak, tahlil qiladigan epizodlar ko'pda.
har bitta o'yinchimizni harakatini tahlil qilishimiz mumkin. Darvozabonimizdan boshlab hujumgacha, lekin umumiy o'sha o'yindagi vaziyatlarni ko'radigan bo'lsak, bugun terma jamoamiz safida, terma jamoamiz libosini kiyib maydonga tushgan har bitta futbolchi zo'r o'ynadi. Haqiqatda bizni oldimizda eng muhim o'yinlardan bittasi edi. Hozir choramiz yo'q, chiqishimiz kerak, chiqish majbur. Yelkasidagi mas'uliyatni bilishadi futbolchilar. Shuning uchun menimcha bugun biz kutgandan ham zo'rroq o'ynadi. Aytaman, agar o'yindan oldin Durang rozimisiz desa, balki ko'pchilik rozi bo'lardi. Men ham bir o'yladim shuni. Bugun Durang bo'lsa nima bo'ladi? Yana hisob-kitobga o'tamizmi? Hisob-kitob qilib ko'rdik, lekin ko'rdik, terma jamoamiz g'alaba uchun o'ynadi. Hech qanaqa bu yerda bir gap so'z yo'q, boshqa yo'q. Tahlil qiladigan bo'lsak, butun terma jamoamiz bugun darvozabondan tortib hujumchi chizig'igacha, hatto maydon zaxiradan maydonga tushgan futbolchilar ham o'yinning eng zo'r futbolchisi deylik Abbos bo'ldi. Menga Abbos bugungi harakatlari juda yoqdi. Eronning qanot himoyachilarining deyarli ko'zini ochirmadi. Necha marta qochib ketdi. O'sha jarima zarbasi Eldor ham e'tirof etish kerak. Maydonni har bir qarich yeri uchun kurashdi. Hujumda pressing qildi darvozabon himoyachilarini. Yevropacha futbolda baribir. Shuning uchun aytmoqchimanki, bugungi o'sha Durangni xafa bo'lmaslik kerak. Shaxsan men o'zim xafa emasman. Eronni tabriklaymiz. Oldimizda menimcha hozir ikkita o'yin qoldi. Bittasi Durang olsak, mana keyingi o'yinda agar arab amirliklari bilan o'yinda ochko olsak, bo'ldi, hal qilamiz. Hal qilamiz. Va Toshkentda Qatar bilan o'yin bayram bo'ladi. Bayram bo'ladi. Xuddi shunda oldin o'sha oxirgi o'yingacha taqalardi-yu, oxirgi o'yinni xotirjam o'zimiz hozir o'yin davom etyapti. Ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari Shimoliy Koreyaga qarshi bahs olib boryapti. Hozircha hisob 1-0. Hattoki bugunni o'zida ham hal qilishimiz mumkin. Buning uchun Shimoliy Koreya g'alaba qozonishi shart bo'ladi. Balki u yoqqacha ham bormasmiz. Balki. Koreyslarga ham bizdan qardoshimizga aylanish uchun yaxshi imkoniyat. Fahrida, o'yin haqida nima deysiz? O'yin yaxshi o'yin. 2-2. Bu ochko qanchalik muhimligini yoki g'alabaga yaqin kelganligi o'shanda men tekshirib ko'rdim. Tehronda oxirgi marta Eronning mag'lubiyati 2012-yilda noyabr oyida sodir bo'lgan va o'shanda ham raqib O'zbekiston terma jamoasi bo'lgan. Undan keyin Tehronda yutqizmagan. Rasmiy o'yinlarda yutqizmagan ekan. Adashmayotgan bo'lsam. Va men o'sha biz uchun yaxshi boshlandi o'yin. Ochig'i alam qildi oxirida o'tkazib yuborganimiz. O'sha natijani yana bir marta takrorlaymiz va tarix yozamiz deb kutayotgandim va uzoq muddatli tanaffusdan keyin deymizmi, Eronga qarshi o'shanaqa rasmiy uchrashuvda g'alabani qo'ldan chiqarib yuborganimizga afsuslanyapmiz. Qanaqadir alam qilyapti bizga. O'sha oxirgi o'yinlarni bilamiz. Toshkentdagi o'yinda Eron bizdan bir kishi kam bo'lib qolgan. O'sha qizil kartochkadan keyin ham o'sha total ustunligi Eron tomonida bo'lgan. Biz aniq zarba bera olmagandik, adashmasam. Xavfli vaziyat yuzaga keltira olmaganmiz. Bugun yigitlarga, murabbiyga, hammaga rahmat. O'sha o'yin o'tkazib o'rgan futbolchilarni eslasa bo'ladi. O'sha ikkala qanotda ham asosiy tarkibda o'ynab yurgan vingerlar bugun yo'q edi. Chap qanot butunlay yangilandi oxirgi o'yinlarda kelib chiqadigan bo'lsak. Farruh Sayfiyev, Abbos bu yoqqa o'tdi. Endi Erkinov gol urdi, Fayz aynan vingerlar gol urdi. Balki oldida qanaqadir sezilmagandek bo'lishi mumkin, lekin Ali Qulovning yo'qligi bugun o'sha havodagi kurashlarda o'sha Tarimiyni zararsizlantirishda juda ham bilindi uni o'rni. Ali Qulov baribir katta nom, jamoamizdagi o'rni ham juda katta. Aynan o'sha uchun afsusdaman ochig'i, o'sha ochko yo'qotilganidan. Lekin xursand qiladigan tarafi shunaqa kunlarga ham keldik nihoyat. O'sha Eronni yutolmaganimiz uchun. Eron bilan safarda Tehronda ochko yo'qotganimizdan xafamizda. Hozir qachon bo'lgan bunaqa? O'sha bu va yana bitta jihatni unutmaslik kerakki, yangi murabbiy va o'sha Shomurodov adashmasam bir kun qolganda kelib qo'shilganmidi? Qirg'iz Respublikasiga qarshi o'yinda 2 kun qolganda kelishdi. Bitta mashg'ulot, keyin bitta rasmiy mashg'ulot o'tkazishdi xolos. Kapadze jamoaning asosiy qismini, o'sha asosiy tarkib futbolchilari bilan bir hafta shug'ullandi va Tehronda shunaqa jang ko'rsatdiki jamoa, menda masalan endi umuman shubha qolmadi desa ham bo'ladi keyingi o'yinlarda. Emiratga qarshi ham, Qatarga qarshi ham xudo xohlasa bu yog'iga faqat g'alaba kutamiz jamoadan.
Xo'p, ikkita o'yin o'tkazdik. Murabbiy almashgandan keyin Kapadzeni kelganini nimalarda sezdinglar, ya'ni o'zgarganini o'yindan kelib chiqadigan bo'lsak. Qirg'iziston va Eronga qarshi o'yinlar. Qirg'iziston bir kishi kam bo'lib qoldi Toshkentdagi o'yinda. Uni alohida gaplashsa ham bo'ladi, chunki o'sha Masharif intervyudagi fikrlari aylanib ketib qoldi-yu. Aynan bugungi o'yindan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston futbol o'ynashni boshladi rostdan ham. Oldin ham masalan oldingi davrda ham men ishonardim, Tehrondan ochko olib qaytardi. Lekin o'yin qanaqa bo'lardi? O'sha to'liq xavotirda o'tirardik masalan. O'tkazib bo'lmasligi uchun menimcha nursiz durang bo'lishi ham mumkin edi. Oxirgi Tehrondagi o'yinimiz shunaqa bo'lgandi. 0-0. Va yana bir jihati borki, o'sha Qatarga qarshi o'yinda ham anaqada yutqizganimizda Osiyo Kubogida o'sha tarkibdagi yo'qotishlar aytilgan, bunaqa yo'qotishlar bilan bu joyga yetib kelganimizda ham katta natija deb murabbiy fikr bildirganda adashmasam. Va bugun o'sha aytganimdek bitta fikr bilan izohlash mumkin. Kapadzen jamoadagi o'rnini, qaysi tomonga o'zgarganini yuqorida ham aytdik. Tehrondagi ochko yo'qotishdan biz hozir alam qilyapti, qani qaysidir ma'noda norozi bo'lyapmiz. Bitta narsada mana Tehronda statistikani ko'rdik, 11 ta zarba, 4 tami 5 ta aniq zarba. Qachon bo'lgan shunaqasi? Tehronda. Menimcha bunaqa statistikani Osiyoning kuchli terma jamoalari vaqti kelsa ko'rsata olmagan. Chunki Eron uyida bilamiz, vahshiy terma jamoa. Umuman hech kimga nom bermaydi. 18-yilgi jahon chempionati saralashda eslayman, ikkita o'yin 180 daqiqa davomida Eron darvozasiga aniq zarba bermagandik. Biz hozir bitta o'yinda shuncha zarba berdik va nechtasidir ham aniq. Ya'ni mana Kapadzeni qanchalik o'rni bilindi, qanchalik uni hozir terma jamoa boshqaruvidagi o'sha nimasi faktori qanchalik degan savolga agar javob izlaydigan bo'lsak, mana shu yerdan ko'rsak ham bo'ladi. Ya'ni jamoa boshqacha futbol o'ynayotgani aniq, qo'rqmayotgani aniq, yakka kurashlardan cho'chimayotgani aniq. Ya'ni har bitta futbolchini o'zini ustun tomonlari bor, deylik, masalan, Abbosning o'zini ustun tomonlari bor. Men Shomurodovni ham hozir aytdimki, alohida e'tirof qilgan bo'lardim. Qirg'iziston bilan o'yinda ham o'sha penaltini ura olmaganini hisobga olmasak, o'yindagi eng zo'rlardan bittasi bo'ldi. Pressingda ham qatnashdi. Nechta perixvat, nechta podbor qildi. Raqib jarima maydonida to'plarni olib qo'yish, nechta o'tkir pas, gol ham urdi, mayli ani nimani kichkinagina Abbosmidi, ofsayddan hisobga olmasa. Ya'ni Eldor Shomurodov ham boshqacha ochilib ketdi-da. Ya'ni balki oldingi murabbiy ko'ra olmagan narsani, oldingi murabbiy ruxsat bermagan narsalarga hozir Kapadze qo'yib berayotgandir. Endi bilmadik. Endi hozir ikkita o'yin bilan ham murabbiyni harakatiga qanaqadir baho berish noto'g'ridir. Baribir mana shu saralash kampaniyasini tugatib olib ko'proq gaplashsak bo'ladi. Hozir asosiy masala, biz asosiy diqqatimiz o'sha oldingi ikkita o'yinimizga, mana Eron bilan o'yin o'tkazib oldik. Qirg'iziston bilan o'yinda ham yirikroq hisobda yutishimiz kerak edi bo'lsa, o'sha XG ni ko'radigan bo'lsak, Qirg'iziston bilan o'yinda 4 ga yaqin edi. Ya'ni bu degani kamida 4 gol farqi bilan yutishimiz kerak edi degan. Ko'pchilik 1-0 Qirg'izistonni ko'p kattaroq hisobga yutish kerak edi degan fikrda, to'g'ri. O'sha Qirg'iziston Qatarni yutib qo'ydi. O'sha Qirg'iziston hozir Qatarni yutib qo'ydi va bitta raqobatchimizni o'yindan chiqarib tashladi. Buni ham hisobga olish kerak. Lekin Qirg'iziston ham Osiyoning oxirgi jamoasi emas. Lekin biz haqiqatdan ham yirikroq hisobda yutishimiz ham mumkin edi agar o'sha statistikani XG-dan qaraydigan bo'lsak. Lekin baribir 3 ochko. Shuning uchun hozirgi ikkita o'yindan keyin Seraga qardoshlarimiz gol urdi. Tenglashtirdi. Birobar, mana hozir gaplashib o'tiribmiz, balki yaxshi kayfiyatda chiqib ketarmiz bugun. Aka bo'lib ketamiz, yutib ketsa bo'ladi. Menimcha to'g'ri tushmanish pastda shunday yonimizda joy bor ekan, nishonlaydigan joyim bor ekan. Mayli, hozir yaxshi kayfiyatda o'tiribmiz. Yaxshi kayfiyatda bugungi dasturni ham, umuman saralash kampaniyasi ham yaxshi kayfiyatda yakunlashimiz shart. Chunki bu terma jamoa menimcha hozir tarixdagi eng yaxshi imkoniyatga ega bo'lib turibdi. O'zi bitta narsada mana qaranglar, oldingi saralashlar bor, mana. Oldingi saralash kampaniyalarida nimadir yetmay qolib, qanaqadir omadsiz kuchli guruhga tushib gol yetmay qolasdi. Gol yetmay qoladi. Mana shu saralash guruhiga qura tashlanayotganda bir jiz etdi-da o'zi. Masalan, Saudiya, raqiblar Saudiya, Avstraliya, Yaponiya bitta guruhga tushdi. Bular doimiy jahon chempionatining qatnashchilari. Kimdir hozir tushib qoladi bulardan. Bizda doimiy o'ynab yurgan faqat Eron bor-da. Shu tomonlama ham omadimiz kelgan paytda uje bo'ldi. Bu guruhdan chiqmasak bo'lmaydi deganik, mana shetgacha yetib keldik. Hozir har tomonlama omadimiz kelyapti. Uydagi uchrashuvlarda kerakli ochkolarni olamiz. Eronda ochko oldik. Nima kerak yana?
ikkinchi saralashdagi Eron bilan o'yinlar ham bu ishonchimiz shu o'yinlar ham ishonch bergandi, chunki Toshkentdagi o'yin, Tehrondagi o'yin durang bo'lgandi ikkalasi ham. Kapadzeni kelgani sezilgan narsalar endi taktik taraflama ham aytib o'tish kerak. O'sha birinchi o'zi kelishidan oldin intervyu qilganimizda Moskvada aytib o'tgandi. Uni ko'pchilik ko'rgan ham, ko'p narsani o'zgartirmayman, ya'ni ikkita himoyaga o'tmayman, o'sha 3 ta markaziy himoyachi bilan davom etaveramiz. Faqat o'yinni o'zida o'zgartiradigan narsalar bor deb gapirgandi o'sha intervyuda. Qirg'iziston bilan o'yinda bu sezildi. Misol 3 ta markaziy o'sha yuqoridagi pressing Kapadzeni eng yoqtirgan narsasi bu pressing ishlashni boshladi. Avvallari Katanes paytida bilardik, ko'proq pressingni oldidagi bitta Shomurodov yo bo'lmasam vingerlardan kimdir qo'shilib qilardi, xolos 2 kishi bo'lar edi. Asosan orqaroqda kutib olardik. O'zimiz yarim maydon. Bundan Qirg'iziston va Eronga qarshi o'yinlarda biz yuqori pressing namoyish etdik va taktik taraflama ham avval 3-6-1 mi? Shunaqa bo'layotdimi? 3-6-1 bo'lsa 3-5-2 o'ynayotgandik, lekin oxirgi o'yinlarda ikkita o'yinda ko'rdik. Biz chinakamiga 3-4-3 ga aylanib bo'ldik. Oldinda 3 ta futbolchimiz ancha teparoqda harakat qilyapti. Ikkita vinger va Shomurodov. Shuningdek, vingerlarimiz o'rtaga o'tgan paytda yana bir narsaga guvoh bo'ldim. Yarim himoyadagi Shukurov ancha teparoq ko'tarilyapti. Misol bugun ham ko'rindi, qanotda, chap qanotda ko'proq paydo bo'ldi. Qirg'iziston bilan o'yinda ham misol o'rtaga qaysi vinger o'tsa, o'sha qanotda paydo bo'lyapti. Va Qirg'iziston bilan Eron bilan o'yinda farqi Babi murabbiy sezildi. Buni Qahramon aka ham kimdir ham yozdi. Birinchi o'yinda bizda 10 qanot faol bo'lganda, Eron bilan o'yinda chap qanot ko'proq ishladi. Ya'ni murabbiy ko'rib chiqdi, chalg'itdi. Babi Eron ham ko'radi bizning o'yinni, Qirg'iziston bilan o'yinni ko'rgan, o'rgangan hammasini. Shuning uchun o'zgarishlar bor. To'g'ri, taktik sxema 3 ta himoyachi bilan o'ynayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin o'yinni o'zida o'zgarishlar qila oldi. Kapadze shu 2 ta o'yinni o'zida. Bugun qanaqa tarkib kutgandinglar va kutgan tarkibinglar tushdimi? Bugun tarkibdan surpriz bo'lmadi. O'sha sariq olgani uchun Masharif o'tkazib yorsa, o'rniga kim tushadi degan. Chunki sizlar o'tgan podkastda Eron bilan ham 2 ta markaziy himoyachi bilan o'ynaymiz degansiz. Shunaqa taxmin bor edi. Endi Qirg'izistondan keyin ko'rdik. Bugun o'sha Qirg'iziston bilan o'yindagi tarkibni o'zgartiramiz. Faqat Masharif o'rniga kim tushishini Abdullayev ham o'zgardi. Eshmurodov. Eshmurodov tushdi Abdullayev o'rniga. Markaziy himoyada, ya'ni o'sha pozitsiyalar bo'yicha o'zgarish bo'lmadi, lekin Hojimat tushishi ehtimoli yuqori edi. Hojimat tushdi, gol urdi. Balki Masharif o'sha sariq olgani yaxshilikka ham hamma narsada hikmat bor-da baribir. Bir tomondan yaxshi bo'ldi. Endi Masharif bilan o'yinga toza bo'lib tushadi. Masharif baribir o'rni bor. Agar Hojimat bilan solishtirsa, u ko'proq kreativroq, ko'proq foyda istaydi. Endi baribir Hojimat bugun maydonga tushib, berilgan imkoniyatdan foydalandi. Ikkinchi taymda ham yomon o'ynamayotgandi. Qanotdan 1-2 marta qochdi, raqibini asabiga tegdi. O'zi pozitsiyasi shunaqada. O'zi mana hozir solishtiramiz deydilar-ku, Eron bilan Toshkentdagi o'yin bilan Toshkentda o'ynadik va mana bugungi o'yin ikkita o'yinni solishtirsak, o'zgarishni ko'rsa bo'ladi. Eron bilan o'yinda Toshkentda Eron 1 kishi kam bo'lib o'ynab, bosib tashladi. 8 daqiqa vaqt qo'shgan bo'lsa, 8 daqiqada, 90-daqiqada biz oyog'imizga oldinga chiqolmaganmiz. Faqat 10 kishi bo'lib o'ynab, Eron hujum ham qildi, bitta xavfli zarba ham berdi. O'tkir Yusuf qutqarib qoladi o'sha 90+ daqiqada. Mana bugun qanaqa o'ynadik, unda qanaqa o'ynadik. Ya'ni psixologiyada ham o'zgarish bor. Bolalarni uje xarakterdan Erondan qo'rqmaslikni o'rganishdi, bilishdi uje. O'yingacha shunaqa kayfiyatda tushdi. Men o'yindan oldin ishondim, bugun kamida durang bo'lishiga menda qanaqadir ishonch bor edi, lekin o'yin davomida aytdim-ku, uje g'alabadan boshqasiga rozi emasman. Alam qildi haqiqatda 80 ni yana 2 daqiqa, 3 daqiqa chidolmadik. O'tkazib yordik, rostdan ham alam qildi, o'zimizni qo'limizda edi. Bir tomondan bu alam qilayotgani yaxshi-da, baribir yoqimli alam bilan bo'ladi. Eron bilan Tehronda durang olib kelgan. Eron durangni zo'r oldi-da. Hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarda ko'rinib qoldi, Eron deyarli oldiga o'tmadi. Ular ham rozi bo'ldi. Albatta, ular ham rozi edi. Va jahon chempionatini hal qildi, yo'llanmani qo'lga kiritdi. Endi bizga nisbatan osonroq bo'ladi agar hozir. Faqat maqtash emas, tanqid qiladigan joyda ham qilib ketaylik. Aynan Kapadzeni xatosi nimada bo'ldi deb o'ylayman. Oston anaqa ko'p ehtimol bilan o'tkazib yuborish aniq edi. Masharif sariq bor edi, masalan. Shunga qaramay 4 nafar vinger chaqirildi.
Yo, endi Masharipov Qirg'iziston bilan o'yinda oldi-yu. Bilaman, lekin ana nima deydi? Yana kimnidir balki Odilov yaxshi o'yin o'tkazgandi. Kimnidir qo'shib qo'yish kerak edi menimcha. Bozorov bor edi nasabdan yaxshiroq o'ynagan. Bozorov bo'lishi mumkin edi. O'sha aynan strafovka qilish uchun masalan Komilov chaqirilganda menimcha ko'pchilik yana ishongan bo'lsa kerak maydonga tushmasligiga Dilshod Komilov. Himoyachilarni ko'paytirib o'rnatsa masalan qaysidir umumiy ma'noda kimnidir o'rniga balki bitta winger qo'shib olganda menimcha shu tomonlama xato bo'ldi deb o'ylayman. Endi masalan murabbiyi qasdir terma jamoaga qarshi o'yinni oldi, deylik Eronga qarshi. O'zining chotki pozitsiyasi, chotki Plani. rejasi bo'ladi-da baribir. Ya'ni o'sha rejadan chiqib keta olmaydi. Kardinal qanaqadir o'zgarish bo'lmasa, kimdir asosiy tarkib o'yinchimiz xudo ko'rsatmasin jarohat olib, o'yinda nimadir qizil kartochka bo'lib, nimadir bo'lib qolmasa, deyarli o'zi rejalashtirgan narsasidan chiqmaydi murabbiy. Tavakkal bo'lgani bu sxemada wingerlar o'sha muhim o'rin tutadi va deylik Masharip sarig'i bor edi, chiqib ketdi, xavf bor edi ehtimoli. Mana qolgan 3 ta o'yinchidan qaysilari jarohat olib qolishi ham mumkin-ku. O'shana holatda ikkita o'yinchi bilan chiqarildi. O'sha taraflama Winger qolmas. Keyingi safarlarda menimcha e'tiborliroq bo'ladi. Keyingi safarlardan baribir Aziz Turg'unboyev jarohatidan qaytsa hali u qaytadi. Lekin mana hozir bitta savol bor. Bu yig'inga o'zi chaqirilganda Hojimat Erkinov yo'q edi. Oston O'runovni holatidan kelib chiqib, tiklana olmasligi aniq bo'lgandan keyin Erkinov chaqirildi va muhim o'yinda shu tezkor golni urib berdi. Keyingi yig'inlarda endi chaqirilarmikan yana? Agar formasi yaxshi bo'lib tursa, endi yozgacha hali 2 oy bor. 2 oyda ko'p narsa o'zgarib ketishi mumkin. 2 oyda ba chempionati oxiriga yetib qoladimi shu? O'sha paytdagi formasiga qaraladi baribir. Biz hozir o'tiribman, chaqirish kerak, chaqirmaslik kerak deb aytishimiz oson-ku. Agar o'sha vaqtgacha hozirgi formasini ushlab tursa, katta ehtimol tarkibda bo'ladi Hojimat, chunki baribir ko'rinib turibdi. Terma jamoa darajasiga mos o'sib keldi yillar davomida. Menimcha zarar qilmaydigan futbolchilar bo'ladi. Hojimatni terma jamoada borligi hech qachon zarar qilmaydi deb o'ylayman. Agar hozirgi formasida bo'lib tursa, endi yozgacha xudo poshsha, xudo biladi. Nima qanaqa o'zgarishlar bo'ladi. 2 oy vaqtimiz bormi? Keyingi asosiy o'yinimizgacha. Agar bugun hozir qardoshlarimiz yutib bersa, balki umuman boshqa tarkib bilan chaqiramiz. Hammasiga legionerlarni chaqirmasmiz balki kim biladi. Ya, ular chaqirib olsa kerak. Endi birinchi o'yinga ham ozgina to'xtalib o'tamiz. O'sha Qirg'iziston bilan o'yin Toshkentda kechdi. Umuman o'yin va uni atrofidagi voqealarga ham to'xtalib o'tsa yaxshi bo'lardi. Sababi ko'pchilik o'sha stadionga bileti bilan ham kira olmadi. Har xil muammolar bo'ldi. Va bir kishi ko'p bo'lib maydonda 1-0 hisobda g'alaba qozonganimiz, uni ham ko'pchilik gapirdi. O'sha o'yinni hal qilgan vaziyat, o'sha qizil kartochka, penalti vaziyat bor. Misol uchun ko'pchilikning fikricha qizil kartochka biz zararimizga ishladi. Shunaqa fikrlar ham bor, ya'ni Qirg'iziston yopildi. Aniq himoyaga yotdi, chunki ularda boshqa bitta statistikaga qaraydigan bo'lsa, bittami zarba bergan xolos. O'zi umuman Qirg'iziston o'yinda biz bilan o'yinda zarba bermadi. Ikkinchi foydali tomoni balki zararimizga ishlagan bo'lishi mumkin faktor, ya'ni Qirg'izistonning yopilib olgan faktorni qaraydigan bo'lsa, lekin yana bitta tomoni to'p to'liq bizga o'tdi. Nazorat to'liq bizga o'tdi. To'g'ri, ani zich himoyaga qarshi o'ynash qiyin, lekin imkon topdik, bitta gol urdik. Endi 1-0 ko'pchilikka nima deydi? Qirg'iziston bilan o'yinda g'alati tuyuladi. Ya'ni shunchaki o'yinni ko'rib, statistikani ko'rmasdan, tahlil qilmasdan qaraydigan bo'lsak, biroz qaltis hisob. O'yinni ko'rmagan odam bir kuchga bo'lib 1-0 ga yutdimi deydi-da. Lekin aytdim-ku boy, XG 4. 4 dan oshgan menimcha ozgina. Bu degani sal 4 ta gol farqi bilan uchimiz kerak edi o'zi aslida agar o'sha statistikani qarasak. Penaltini ura olmadi, boshqa nimalar bo'ldi? Balki sal ehtiyotkorroq bo'lib o'ynadimi? Tavakkal qilmadimi? Ya'ni borib urib tashlab bor e'tiborni hujumga qaratib, zaxiradan ham yana hujum 1-0 yutayotgandik. Tavakkal qiladigan joy emas. 1-0 ham bo'ladi. Ortiqcha futbolchilarni, ya'ni jarohat olib qo'yishga yoki ortiqcha risk qilib ko'proq harakat qildirmaslik menimcha bolalarning o'zida ham nima bo'lgan, shunaqa psixologiya menimcha. Men 1-0 hisobini Qirg'iziston bilan tanqid qilmagan bo'lardim. Kapadzeni ham, futbolchilarni ham kerakli ochkoni oldik. Bu o'yindan chiqdi. Hozir hamma butun diqqat e'tibor Eronga qarshi o'yinga qaratildi. Bitta minusimiz
o'sha kerak bo'lmagan joyda Masharipov o'sha sariq kartochkani olgani bo'ldi, lekin o'yin tomonlama biz ustunlik qildik, o'sha g'alabani oldik. 1-0mi, 2-0mi, menimcha hech qanaqa 3 ochko qo'lga 3 ochko olindi, hech qanaqa bir o'zgarish nima bo'lmasdi. Agar o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, o'yin atrofida gapiradigan bo'lsa, Faxriddin o'zini fikrini bildirib olsa, keyin o'yin atrofidagi muammolar bilan gaplashamiz. Muammolar haqida. Hisobga emasu, men kutgandim ochig'i Kapadzedan qanaqa reaksiya qilishini Qizildan keyin. Lekin bo'lmadi. Kapadze ham bilmay qoldimi aka? Yo'q, endi bilmadim uni. Qanchalik to'g'ri. Bugun shunga amin bo'ldim, shunaqa fikrlayapmanki, balki Kapadze faoliyatida 2-3 marta maksimum o'sha 3 nafar markaziy himoyachi bilan chiqqan bo'lishi mumkin-da. Uni o'sha himoyadagi qilgan eng katta maksimum o'zgarishi o'sha Muhammad Qodir Hamraliyevni o'ng qanot himoyasiga qo'yardi. O'sha o'zini klassik uslubidan voz kechmasdi. Balki Eronga qarshi o'yindan oldin, baribir bu muhim o'yin edi. O'zi uchun nimalardir tekshirib olgan bo'lishi mumkin oxirigacha. Bu Qirg'iziston bilan o'yin repetitsiya bo'lgan, ya'ni Eron bilan o'yin. Nimadir o'sha ko'rib olgan bo'lishi mumkin deb, endi bugungi o'yindan keyin shunaqa xulosa qildim va ko'rindiki, ali qulf yo'g'ida bizda o'sha yaxshigina muammolar tug'ilar ekan. Himoyada shunaqa bo'ldi. Shu va o'sha Masharipov o'sha gaplari aylanib ketdi-yu, bilmadik. Qizil bo'lganini sezmay qoldik, o'sha jamoa yetakchilari, bo'lib ham hujumdagi yetakchilar. Mana shu holatga ham alohida to'xtalib ketsa bo'ladi. Keyin kechami bugun video chiqdi Instagramda ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni o'sha penalti bo'lgan vaziyat, qizil ko'rsatilgan vaziyatni qo'yishgan. Men ko'rdim o'sha videoni. Haqiqatan ham Shomurodov ham Masharipov ham nimaga borgan? To'pni olib penalti tepmoqchi bo'lgan. U hakam ko'rsatayotgan qizilda ikkalasi ham umuman hakamga qaramagan ekan. Ko'rmagan ekan. Lekin o'yin payti birinchi taymda bilmagan, tanaffusda demak bu haqida gapirilmagan. Emasda ular mumkin o'tkazaverishi, lekin tanaffusda bu haqida demak gapirilmagan yoki ular eshitmay qolgan. Savol shunda bo'lyapti-da, ya'ni ko'rmay qolgan vaziyati normal, lekin tanaffusda Kapadze baribir ko'rsatma beradi, futbolchilarni yig'ib nimadir deyotganda o'sha gap Kapadzeni og'zidan chiqqanmi yoki chiqmaganmi yoki futbolchilar sal e'tiborsiz bo'lganmi, o'sha narsasi ko'pchilikka qiziqdi. Lekin baribir ichkaridagi narsani tashqariga olib chiqmaslik kerak. Ichkarida nima gap bo'lganini bilmaymiz. Katta ehtimol xayolda, ya'ni muhim o'yin, 3 ochko kerak, har xil nima bo'ladi, ichkariga kirib kimdir boshqa yoqqa kirib ketadi, har xil narsa bo'lishi mumkin-da. Ya'ni bundan qanaqadir fojia yoki bu futbolchilar murabbiyni eshitmas ekan degan versiyalarni sal qo'yib turish kerak-da. Baribir raqib Qirg'iziston bo'lgan bilan nima bor edi, baribir tavakkal qilmaslik degan xavotir bor-da, baribir Qirg'iziston ham baribir bitta, ikkita bo'lsa ham hujum qiladi. Himoyadan ehtiyotkor. O'zlarida bizni qanaqa qiynagan? O'zi o'sha o'yinda ham birinchi xavfli hujum Qirg'izistonda bo'ldi, ani standart tepganda. Bo'ldi, shu bitta shu bo'ldi-da. Bitta shu bo'ldi. Endi qizil kartochka ularning zarariga ishlab qo'ydi. Qizil kartochkadan keyin yopilib oldi. Ular imkoniyat ham bo'lmadi. Ya'ni bo'ldi, bitta o'yinchi qizil oldi, bosimni kuchaytiramiz, yana bitta hujum tushiramiz, himoyachini olib qolamiz degan narsa bo'lmaydi-da, baribir risk qiladigan, tavakkal qiladigan joy emasdi. Bizga 3 ochko kerak edi, bo'ldi. Shu haqda o'ylash kerak. 3 ochkoni qanaqa olish, 1-0 ushlab qolishmi? Bu endi murabbiylar shtabi bilan futbolchilar endi gaplashib oladi. Ya'ni o'yinni o'zi esdan chiqarib qo'yish kerak. Jaloliddin hamma gapiryapti, Anuni ham gapirdi, alay. Bu emas, o'sha sariq kartochka olganda simulyatsiya qilib nima xayolga o'tdi desa, shu bekor qilib qo'ydim-da, shu xayolni o'tida shu bekor yiqildim degan narsa bor-ku. U chin anaqadan chiqqan gap-da, ya'ni bir aldov yoki boshqa emas, o'zi xarakterini ko'rsatib turibdi. Ya'ni ichidagi tilida, ya'ni ichi boshqa, tashqi boshqa bo'la emas-da, o'sha bor gapni aytib qo'ya qoldi. Ya'ni o'shanda ham o'sha qizil kartochkani olmadi, bilmay qoldik deganiga ham ishonsa bo'ladi-da shu gapidan keyin. Shuning uchun Qirg'iziston bilan o'yinni mayli bu o'yinni o'zini esdan chiqarib, atrofidagi narsalarni ko'proq gaplashsa yaxshi bo'ladi. Chunki gaplashadigan gaplar ko'p. Mayli o'yinga to'xtalmaylik, lekin rahmat aytib ketaylik ularga. Kimga? Bitta raqibdan qutqarib qoldik. Qirg'izistongami? Albatta. Men o'yinni ko'rib o'tirdim. Baribir u yoqda ham o'zbeklar ko'p kuzatsa kerak deb o'ylayman. Qirg'iziston o'z maydonida Qatarni qabul qildi. Dastlab Qirg'iziston uchrashuvda hisobni ochdi, keyinchalik Qatar tenglashtirdi, keyin yana oldinga o'tib oldi. Qirg'iziston undan keyin qizil kartochka bo'ldi. Oxirida yana bitta urib ketib qoldi. 3-1 hisobda g'alaba qozondi Qirg'iziston.
O'yinni ko'rgan bo'lsangiz, o'yin haqida ham ozgina to'xtalib o'tamiz va ularni o'sha rahmat aytamiz qirg'iz og'alarimizga, sababi Qatarda o'yindan chiqarib berdi. Baribir Qatardan xavf bor edi. Agar Qatar Qirg'izistonni yutganida, chunki oxirgi tur o'zimizda Qatar bilan oxirgi o'yinlarni eslaymiz. Osiyo kubogini ham saralashdik. Xavotir bo'lardi. Xavotir bor edi. Ba'dan ham ko'ra Qatardan ko'p xavotir bor edi. Qo'shnilarimizga rahmat, shu xavotirni butunlay yo'qqa chiqarishdi. Bekorga qo'shni emasdi, qo'shni yon qo'shni, jon qo'shni. Shu va Qatarning asl kuchini bizga ko'rsatib berdi. O'zi umuman oxirgi o'yinlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, oxirgi 8 ta o'yinda ikkitasida g'alaba qozongan Qatar. Birlashgan Arab Amirliklaridan 5 ta, Erondan 4 ta o'tkazgan, Qirg'iz Respublikasidan 3 ta o'tkazdi va bizni yutib ketgandi shu o'rganib oldi. Mana shu Qirg'iziston hozir yutdi-ku Qatarni ko'rib xayoldan o'tdi-da, baribir Qirg'iziston yutganidan qanchalik xursand bo'lgan bo'lsa. Biz o'sha o'yinda yutganimizda hozir chiqqan bo'lardik-da. O'sha o'yin xayoldan ketmaydi-da, Qatarga oxirgi daqiqalarda o'tkazib yuborgan golimiz. O'sha o'yinni yutganimizda hech bo'lmasa durang ushlab qolganimizda hozir boshqacha kayfiyatda o'tirgan bo'lardik. Hozir inshaalloh mana yerda bayroqlarni ko'tarib Xo'p, Qirg'iziston bilan o'sha Toshkentda bo'lib o'tgan o'yin atrofidagi muammolar haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni muxlislar qo'lida bilet bo'lib turib kira olmagani, juda ko'p tartibsizliklar bo'ldi. Biz o'zimiz ham bordik o'yinga. 1,5 soat oldin 5-kirish oldida edik. Ya'ni UFO o'sha yerdan jurnalistlar kirishi kerak deb belgilangan. 5-kirish doim kirilardi. Biz borgan paytimiz u yerda sport kanalida sharhlovchilari ham bor edi, boshqa saytlardan jurnalistlar ham bor edi. Xullas, jurnalistlar kiritilmadi. Ya'ni o'sha 5-kirishga mehmon muxlislar kelgan. Ular kirish kerak dedi. Ularni qator qilib turg'izib qo'ygan. Bitta eshigini ochib qo'ygan xolosda. 5-kirishda bo'lsa ikkita eshik, bittasini ochsa u yoqdan muxlis kirsa, bu yoqdan jurnalistni o'sha akkreditatsiyasini tekshirib, akkreditatsiyasi borini kirgizsin. Yo'g'ini kirgizmasin va ularga ham qattiq tayyorlab qo'yish kerak. PFLni, ya'ni o'sha Superliga uchun chiqarilgan akkreditatsiya bilan bu jahon chempionati saralashga kirish mumkin emasligini o'sha tekshiradiganlarga aytib qo'yish kerak, chunki ko'z oldimda unaqalar ham kirib ketdi. Bileti yo'q ham o'sha yerga kelib olganda, ya'ni nimaga u yerda bardak bo'ldi, juda ham bardakni ham o'zimizgilar keltirib chiqardi. Shu 5-6 ta odam biletsiz kelib olgan qirg'izistonlik muxlislarga qo'shilib kirib ketaman deb o'ylagan, lekin tushlarani xom sanabdi. Qirg'izistonlik muxlislar ham bilet bilan kirdi u o'yinga. Jurnalistlar kirishida muammo bo'ldi. Ko'pchilik uni o'sha yerda yozdi ham, gapirdi ham, saytlarda ham chiqdi, kanallarda chiqdi. Qirg'izistonlik muxlislarni qanaqadir reaksiya bo'ldimi? Deylik Ufa tarafdan o'sha Ufa tarafdan biz Ufadagilar aloqaga chiqdik. O'sha payt tashqarida turganimizda mediadan bitta odam keldi, Ibrohim aka degan. Kelib olib kirib ketishga harakat qildi, lekin yo'q, o'yindan keyin qanaqa reaksiya bo'ldi? O'sha xabarlar chiqqandan keyin g'alaba qozondik, hammasi o'sha eforiyada unutilib ketdi. O'sha paytda ham Ufadan xodim kelgan paytda ham xavfsizlik xodimlar kirgizmadi biz. Jurnalistlar kirgizmadi, hattoki orada bir eshikni yopib qo'ygan vaziyat ham bo'ldi. Faqat mehmon muxlislar kiradi deyildi-da u eshikdan. Lekin shu yerda xato ketgan jurnalist va o'zlarining xodimlar va mehmon muxlislar bitta eshikka to'g'ri kelib qoldi. Biz endi safardagi o'yinni eslab o'tish kerak. Biz Qirg'izistonga ham borganmiz, Bishkekka. Va u yerda jurnalistlar ham borgan o'zimizdan, O'zbekistondan va muxlislar borgandi. 300 ta 400 nafar muxlis borgan. Vodiydan, Toshkentdan, boshqa jamoalarning muxlislar, Superliga jamoalari, Samarqanddan kelgandi. Ularga shunaqa sharoit yaratib bergandi, mehmon deb. Biznikilar ancha oldin kirgan, bemalol kirgan, hech qanaqa muammo bo'lmagan. Endi Qirg'izistonlik muxlislarga bilet berildi. U yerda ham bizga bilet berilgan. Muxlislar kirib, bemalol o'tirib, yaxshi muxlislik qilib chiqib ketishgan. Hech qanaqa muammo bo'lmagan. O'zimizdagi o'yinga kelsak, Qirg'izistonlik muxlislar oxirida kirgizyapti. Ushab turdi, oxirigacha ushab turdi, eshikni ochmadi, oxirida kirgizyapti. Keyin o'zimizgilar kelib qo'shilib olyapti u yerga. Shunaqa muammo bo'ldi. Mehmonni biz o'sha mehmon muxlislarni yaxshi kuzata olmadik. Juda xafa bo'lishdi. Biz mehmon do'st xalqmiz deymiz. O'sha yerda juda xafa bo'ldi. Oldinroq qaysidir o'yinda adashmasam, aynan Qirg'izistondan yo'qda ham o'zbeklar bor, etnik tarkibida. Kelgan muxlislar Toshkentdagi Bunyodkordagi o'yinda Qirg'iz Respublikasi bayrog'ini ochishgan. O'shanda adashmas kuch ishlatib olib qo'yilgan masalan o'sha mehmonlarning qo'lidan o'shanaqa holat yoki bugun masalan Tehronga borgan muxlislar fikrlarini bildiryapti. Hech qanaqa muammo bo'lmayapti-da.
aynan bizda mana shunaqa bu ayb kimda deb o'ylaysizlar? Aynan mana shunaqa ko'ngilsizlik Bu yoki yerda tushunmovchilikni masalan men hozir tushuntirishga harakat qilaman. Mana o'yindan bir kun oldin miting bo'ladi. Ikkala terma jamoa vakillari ishtirokida, mezbon ishtirokida, ya'ni o'yin tashkilotchilari UFA va yerda ichki ishlar xodimlari bo'ladi, organ xodimlari, doktor, shifokorlar hamma yig'ilib mana shu o'yin oldi masala, tashkiliy masala ko'rib chiqiladi. Ertaga masalan jurnalistlar qaysi darvozadan kiradi, raqiblarning muxlislariga nechta chipta beriladi, qaysi darvozadan kiriladi, hamma narsa hal qilinib o'sha yerda o'zida rejalashtiriladi. Lekin o'yin kunga kelganda o'sha rejalashtirgan narsalar ko'pchiligi amalga oshmay qoladi. Men sababini shu paytgacha topa olmaganman. To'g'risi, men o'zim ham xuddi shunaqa, misol uchun men ham ligada ishlasam, jurnalistlarga ommaviy axborot vositalari akkreditatsiya beramiz, lekin o'zimizning chempionat o'yinlarida ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Jurnalistga kirish uchun mo'ljallangan alohida darvoza ochilmaydi, uni boshqa yoqqa yuborishadi, uni boshqa yoqqa. Yerda qanaqadir tushunmovchilik borda, men bilmayman. Ya'ni betartiblik degan narsa borda, mana betartib bo'lib ketadi hamma yoq. Ya'ni reja amalga oshmaydi. O'zi reja bo'yicha hammasi vaqti belgilanib, soat nechida darvoza ochiladi, nechida kim qayerdan kiradi, o'sha xodimlar keladi, assotsiatsiyaning xodimi keladi, stadionning xodimlari keladi. O'sha ochib olgan paytda mana aytwasanki, ular keldi. Qirg'iz muxlislari ham o'sha darvozaga keldi, xodimlar kirib ketdi, PFL akkreditatsiyasi bilan kelib yurishibdi. Chiptalar ham o'sha kelib olgandan keyin, o'sha chiptasizlar ham kelib olgandan keyin ko'radiki, hozir men bu yerdan jurnalistlarni kirgizib yuborsam, to'polon bo'ladi, bular ham kirish kerak bo'ladi deydi. Shunchaki ratsiyada mana shunaqa vaziyat bo'lyapti. Nima qilay desa, kirgizma bo'lmasam deydi, unaqa bo'layotgan bo'lsa. Tartibsizlikda bu narsa hammasi shundan kelib chiqadi. Eng avvalo o'sha chipta muammosi bor. Hammasiga menimcha sabab narsa shu. Mana boya hozir gaplashuvdik. Tehronga borgan bugun muxlislarimiz o'yindan ancha soat oldin, o'sha 2 soatmi, 3 soat qolganda kirgizishgan, hech qanaqa muammo bo'lmadi. Politsiya yaxshi kutib oldi, joyimizga joylashdik, dedi. 100 mingtalik stadionda tartib bor, muammo yo'q. Lekin bizda 10 mingtalik stadion bo'lsa ham shunaqa betartiblik bo'ladi-da. Chunki nima desa bo'ladi? Birinchidan ko'p odamlarimiz betoqat. Navbat turishni bilmaydi, shu tezroq stadionga kirgisi keladi, shu hammadan oldin kirib olsa, chipta bilan ham qolib ketaman deb o'ylaydi. Chunki bo'lganda bunaqa holat oldin mana chipta, nechta chiptali muxlis qolib ketdi deydi. Bugun shunaqa bo'ladi, vohliroq bo'lib oladi, u eshigiga o'zini uradi, bu eshigiga o'zini uradi. Mashina orqasidan tartibsizlik kelib chiqadi. Hamma eshigiga boravergandan keyin birinchidan navbat mana o'sha qirg'izistonlik muxlislar bormi? Videosi chiqdi-da. Qirg'izistondan kelib kelgan o'sha 200 tami, 200 kishimi, 300 kishi mana shu qator turibdi. Videoda shunday ko'rindi. Qo'liga chipta berilgan, shoshmay o'sha vaqtini kutib turibdi. 2 qator, 3 qator bo'lib turibdi. Hech kim borib olaman, ali biz kiraylik yopishadi, unaqa qilmayapti. Bitibda kiraveradi. Bizda nimagadir odamlarimiz shunaqa narsaga betoqatda, yo sabri yetmaydi yoki tartibga bo'ysungiz kelmaydi. Mana nechtasini videolari ham chiqdi Instagramda, olib avtobusga tiqib olib ketgan o'sha gvardiya xodimlari. Sababi nima? Betoqatlik, tartibsiz, tartibga bo'ysunmagan. Bizni organ xodimlarimiz tartibga qaraydi, tartib bo'lishini xohlaydi. Tartib qachon bo'ladi? O'sha odamlar ma'lum tartibga bo'ysunsa, qo'lda yozilgan chipta qaysi kirishdan yozilgan bo'lsa, o'sha masalan chiptada yozadi, sani joying manba, ikkinchi kirish joyidan kirasan. U farqi yo'q, 4-kirish joyiga ham borib oladi. Nimaga tartib nimaga bo'lmayapti? Chunki o'sha xuddi shunaqa bilet 2-3 ta odamda bo'lishi ham mumkin bo'lib qolyapti. Mana asosiy muammoga yetib kelganmiz-da. Masalan, hozir IT-kitdan chipta olasizda, telefoningizga uni printerdan chiqarib olasiz. Xohlaganingizcha ko'paytirish mumkin. Istaganingizcha. U endi vijdon masalasi bu. Ko'chadagi olib sotarlar, chaqovchilar u yo'qolmaydi. U shu paytgacha bo'lgan. Hamma joyda bor, hamma joyda bor. Uni yo'qotish nima emas. Lekin futbolga borayotgan odam o'sha riskni bilish kerak. Ya'ni qo'ldan olsam agar chiptani men kirolmay qolish ehtimolim bor degan riskni bilib turish kerak. Lekin u oladi-da, u bitta odam olgandan keyin men o'ylayman, aniq 100% men aminman, o'sha chaqovchilar bor, orasida insofsizlari bor. Bitta chiptani 15 ta odamga sotadi. 100 ta odamga sotadiganlar ham bor. Menga o'sha yerdagi nima bitta tanishim chipta olgan, katta summaga chipta sotib olman deb menga telefon qilganda men olmadim. Shuni oldirmadim shuni. Riski bor. Juda katta summaga bir 10 barobar narxga sotyapti-da. Qanaqa bilet desam, oddiy qog'ozda chiqarilgan QR kodi bor dedi. Qayerdan bilasan, senga o'xshab buni 10 ta odamga sotgandir. Birinchi masala shu chipta muammosi. Men bilmadim, balki hali eski chiptalarimiz bo'lardi, shtrix kodli, oddiy, rangli qog'ozda chiqariladigan
kassada sotadigan. Balki shunga qaytish kerakdir. Ya'ni nimada bunyodkorda turniket bor, validatorlar ishlaydi. O'sha yerga nima qilib yirtiladi yoki yirtib berardi oldin, esingizda bo'lsa. Sal kamroq bo'lardi. Unaqa chiptani ko'pga qilish ham sal qiyinroq. Men to'g'risi bilmadim. Mana necha yildan beri shunaqa muammo bo'lib kelsa, men buni yechimini topa olmaganman. Men faqat shu xayolimga, miyamga o'rnashib olgan narsa shu tartibsizlik bo'ladi. Men tanganing ikkinchi tomoni bor. Tartibsizligiga o'sha narsa sabab, bunisiga shu odamlarning tartibsiz, ya'ni bir-biriga ulanib ketgan narsa deb men bilmayman buni javobini qanaqa yechsa bo'ladi. Yechimi bor, lekin o'ylash kerak, yaxshilab o'tirib, eski tizimga qaytish kerakmi chiptalarni yoki chaquvchilarga qarshi kurashish kerakmi ayolsiz. Hamma yangi narsa o'ylagan biz eskisiga qaytish. Yo'q, endi men shunchaki variant sifatida aytdim-da. Men yaqinda o'sha bitta misol keltiraman. Turkiya chempionatidan. O'sha millat sifatida ham, xalq sifatida ham o'xshashroqmiz nisbatan va o'sha Istanbul derbisi Galatasaray Fenerbahçe uchrashuvida o'zi Istanbulda aholi 16 million, 18 million, katta shahar va uchrashuvga bo'lgan qiziqish ham shunga yarasha. Va stadion kichkina 40 mingmi qancha. Chipta chiqariladi-yu. Oxirgi o'sha derbida shunaqa xabar rekord yangilandi deb e'lon qilindi. Chiqarilyapti 3,5 sekund ichida sotildi hammasi. 3,5 sekundda. O'sha xabarni kirib o'rganganimda qo'lga chiqib ketmasligi ham o'ylangan, har xil anaqa kriteriyalar bor-da. Masalan, bir kishi faqat bitta chipta xarid qila oladi. Yaqiniga ham, oila a'zosiga ham hech kimga ola olmaydi. Chunki o'sha talab shu darajada yuqori. Ular eplayapti-yu, masalan. Aynan bitta shahar o'zida, masalan, bizning terma jamoa o'yiniga bo'lgan talabga nisbatan ehtiyoj yuqoriroqda, lekin eplanyapti. O'ylab ko'rish kerak, harakat qilib ko'rish kerak hech nima bo'lmasa. O'tgan safargi o'yinda ham shunaqa va ko'p anchadan beri Qatar bilan o'sha aytayapmiz-ku. Hozir bekorga bu narsalarga gaplashmaymiz, chunki ertaga Birlashgan Arab Amirliklari bilan jahon chempionati masalasi hal qilinib, oxirgi o'yin Qatar bilan o'zimiz bo'lsa, bayram bardak bo'ladi. Yana shunaqa bo'ladi. Shuning uchun mana masalan, men o'ylayman, balki to'liq o'sha elektron shaklga o'tib ketish kerak va shunga yarasha o'sha aldanmaslik chorasini qilib, masalan, MTRK bilan hamkorlik qiladimi, boshqa qiladimi, o'sha assotsiatsiya, federatsiya targ'ibot qilish kerak. To'g'rimi? Masalan, o'yinni reklama qilyapti, boshqa qilyapti, muxlislar bilyapti-yu, o'yin qachonligini, qanaqa bilet olish kerakligini bilyapti-yu. U masalaga masalan aldanib qolmaslik uchun o'sha soxta ogohlantirish kerak va to'g'ri targ'ibot qilish kerak. Umuman bu masalada yaxshiroq ishlash kerak degan fikrdaman. Va o'sha etiketda chiqyapti biletlar. O'yinniki har kuni har xil vaqtda chiqdi. Yarim soatga ochilyapti-da. Kassada ham bilet bor. Etiketda o'zini kassasi ekan, u stadion atrofida. U kassaga boradigan bo'lsangiz, oxirgi kunlarga kelib asosan faqat qimmat joylar qolgan. O'sha 200 ming, 300 minglik joylar qolgan. Qolgan arzon biletlar deyarli hammasi sotilgan yoki qo'lga chiqib ketgandi. O'yin kuni o'sha 40 minglik biletlar qo'lda qancha sotildi? 200 ming atrofida sotildi-da. Masalan, 200 ming, 40 minglik bilet. Bitta mantiqsiz va o'ylab hisob-kitob qila olmayman-da. Masalan, bitta odamga ikkita chipta sotadi. Ikkitadan ko'p bermaydi. Borasiz, navbat turasiz. Qanday tugab qoladi? Qanday tugab qolishi mayli, qanaqa qilib bitta kishi ikkita chipta beradi-da, lekin misol uchun kassada deylik 500 ta bilet sotsa, qo'lda 2000 ta bilet bor odamlarning qo'lida. Qayerdan oladi o'sha 2000 ta bilet? Qayerdan tushib qolgan ularga? O'zi misol uchun navbatga turib o'zi olib, o'sha olgan biletini ham sotdi deylik, yoki turgan navbatdagilar hammasi chaqovchi, hammasi bitta odammi, odamlarimi, bitta bilet furushchi odamlarimi? Qanaqa shu fenomenni men hech o'ylab tegmayman. Oson gapiryapmiz, lekin o'zi masalan huquqiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bu juda katta muammo va bunga qarshi kurashilish kerak. O'zi kurashiladi. Ko'chada misol uchun ushasa chaquvchilarni necha marta ushab olib ketib qolganlarini ko'rganmiz. Hozir lekin bu masalada tushunarsiz holatlar shunaqa bo'ladiki, biletlar sotib bo'lindi deb bir gal e'lon qilinganda, keyin yomg'ir kuchayganmi? Nima bilan o'yinda? Shu bilet paydo bo'lib qolgan. Avvalgi anaqani FIFA kunlari. Kimdir manfaatdor. Va bu masalada masalan bu assotsiatsiyaning o'yinimi? Assotsiatsiya o'zini muxlislarini o'zi himoya qilish kerak deb hisoblayman. PFL qaysidir o'yiniga bo'lganda PFL ishlash kerak, mana shu taraflama. Hozir siz shu Turkiyani aytib o'tdingiz, u yerda pasolik tizimi bor ekan. Biz Rize bilan Galatasaray o'yiniga borganimizda
u pasolikdan olasiz ekan birinchi. Unga hamma yo'g'i kiritilar ekan. Shahar IDga o'xshagan narsada. xuddi shuna. Rossiyada fan ID bor edi. U yoqda pasolik va haqiqatdan bitta odamga unga bittami bilet berar ekan. Bitta pasolikka bitta berar ekan. Liga o'yinida, misol Rize bilan Galatasaray o'ynayapti. U pasolikda siz qaysi klub tomonidan olganingiz yozilar ekan. Men Rize tomonidan oldim. Men tusha olmayman u o'yinga. Keyin Galatasarayda pasolikka muxlislari tusha oladi. Trabzonda pasolikka bor odam tusha olmas ekan. Shunaqa. Faqat o'sha jamoa muxlisi kartasi bilan tushar ekan. Chunki boshqalar tushib, u yerda urush bo'lib ketib, stadionda janjal bo'lib ketishini oldini olar ekan. Shu darajada o'ylab chiqilgan ekan. Endi Turkiyani bu sistemani tizimni yo'lga qo'ygan. Endi yerda baribir ko'p muxlis tushadi istalgan mahalliy o'yinga. Yo'q, terma jamoadan. Terma jamoa hozir Masalan, ko'rsatardim. aytildi-yu, Yo'q, ko'rganman uni. anaqa qimmat joylarni hammasi kassa dedi masalan. Deylik, o'sha o'yinga yaqin tugab qolishi aniqda uni. To'g'rimi? O'zi bilet qolmaydi-yu. Men deylik Andijonda yoki Buxoroda yashaymanda, men nimaga uyimda o'tirgan joyimdan 21-asr, 25-yil ketyapti? O'sha o'zimga kerakli anaqa xarid qila olmayman. Kelib, kassaga, stadion oldidagi kassaga imkoni bor, etiketdan olishingiz mumkin, lekin imkoni bor, imkonsiz narsada. Kirishingizga bu joy sotilgan, bu joy sotilgan. Nimaga bo'lib sotiladi masalan o'sha? Qaranglar, misol bir xil paytda chiqmaydi. Stadion 34 mingta joy deylik. Nechta bilet sotuvga chiqariladi bo'lsa mana chiqqanda. Taklifnomalar bor, VIP joylar bor. O'tgan o'yinda mana o'shalarni hisobga 25 mingta deylik. 32 ming odam kirdi deyildi. 32 mingta odam hammasi. O'sha VIP ham bor ichida. Taklifnomaliklar bor, sotilmaydigan chiptalar bor. Mana atrofi VIP xonalar bor-ku, aytgan ham nechtadir odam kelib, restoranlar bor misol uchun. Men aytmoqchi bo'lganim, stadion 30 mingta sig'im, lekin talabgor 3 millionta bo'lishi mumkin. U taklifnomanikini qanday sanab chiqib 32 ming deydi? Ya joy bor-ku, uni ham aniq. Balki uni mayli uni hisoblamagan taqdirda ham ko'p odam bo'lmaydi. Mayli uni hisoblamas. Men aytmoqchi bo'lgan narsa mayli tizimli qilib qo'ysak, elektronlashtirib qo'ysak, faqat IT kitdan oladigan qilib qo'yildi. Unda sayt ishlamay qoladi. Unda sayt ishlamay qoladi, chunki 30 mingta chipta sotilsa, sotuvga 30 mingta chipta chiqarilsa, lekin uncha ko'p chiqmaydi aniq. 25 mingtalar atrofida chiqadi deylik. Talabgor 3 millionta odam bo'lishi mumkin. Butun respublika mana Faxriddin men uyimda o'tirib olishim kerak. Boshqa respublikadan keladigan mehmonlar bor. Unda qanaqa bo'ladi? Unda qanaqa yo'lga qo'yamiz bu tizimni? Har bitta odam kirganda bitta odam oladigan qilib qo'ysa ham baribir yetmaydi. Yo, hozir kim bo'lsa shu ulgurgan oldi, ulgurmagan ololmaydi. Kim ulgursa shu oldi bo'ladi. Sayt ko'tarmaydi deyapsizlar-ku. Men oddiy ligani derbisini o'yinni aytyapman. To'g'ri, butun dunyodan qiziqish bo'lishi mumkin boshqa, lekin oddiy o'yinda, chempionat oddiy o'yiniga 3,5 sekundda sotilyapti. Tizim shunaqa yo'lga qo'yilgan. Ha, qilsa bo'ladi. Endi bilet qolmagan kira olmaydi-da. Etiket ko'tara olmasa, boshqa nimadir o'ylab topilsin masalan. U muammo emas masalan. Men ulgurmasam agar, ulgurmaydi, lekin menda shunaqa imkoniyat bo'lishi kerakki, 21-asr, 25 uyimda o'tirib men bilet xarid qila olishim kerak. Hech harakat qilib ko'rish kerak. Men Turkiyaga borsam, Turkiyada bitta o'yin kirishim uchun menda albatta o'sha pasolik bo'lishi kerak. Shart bo'lishi. Biz ham shunaqa narsa shart qo'ysak, qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Hamma ham ola oladimi? Yo'q. Masalan, kimdir oilasi bilan kelmoqchi bo'ladi. Ya'ni futbolga tusha olmaydigan odamlarni nimasi ko'payadi. Men aniq futbolga tusha olmas ekanman deydi. Yo'q, buni bir tomondan yaxshi tarafi shu Faxriddin aytgan narsalar yo'lga qo'yiladi. Yomon tarafi ham bor. Minus tarafi, chunki mana Rossiyada Fan ID'ni oladigan bo'lsak, Fan ID orqali kiriladi o'yinlarga, liga RPL ga kiradi, kubokka menimcha Fan ID yo'q. Kubok o'yinlariga bemalol siz ham borib turib bilet olib kirishingiz mumkin. Shuni evaziga hozir RPL da klublarda fan klublari boykot e'lon qilgan, jamoalarga kirmaydi. Liga o'yinlariga fan klub kirmaydi. Bo'sh turadi o'sha. Ya'ni shu Fan ID ga boykot sifatida, ya'ni u Fan ID dan o'tish uchun hamma shaxsiy ma'lumotlar kiritiladi unga, shundan norozi. Endi bu noroziligi boshqa, masalan, u qarangda, Fan ID bilan kiradigan bo'lsa, stadionda qanaqadir tartibsizlik bo'ladi. Topadi-da. Topsa bo'ladi, masalan, o'sha shunaqa holatlar bo'ladi, umrbodga chetlashtiradi o'sha klub o'yinlaridan masalan. O'sha bundan qaytanga o'sha tartib saqlash organlari manfaatdor ekanda, qaytanga. Manfaatdor. O'ylab ko'rish kerak. Mayli unaqa qilmasin. Muxlislarga jabr. Nimadirgacha harakat qilib ko'rish kerak-da, nimadir o'zgartirish kerak o'yindan o'yinga. U o'zimizda Osiyo chempionati finaliga chiqdik-ku. 120 Ikkalasida ham bilet tugadi, bir nima mashmashalar bo'ldi. Orada masalan
2022mida U23 chiqqani Ha. 3 yil o'tyapti-da, hali ham o'sha muammo. Nimadir qadam tashlamaganda oldinga qarab. Va misol hozir Sherstek aytdingiz-ku, bilet tugab qoladi-yu, qiziqish ko'p deb. Shunda boshqa yo'llar ham sekin ochiladi. Stadion atrofiga yana monitor qo'yish mumkin, boshqa qo'yish mumkin, muxlislar yana ko'radi. O'zi shunaqa qilyapti ham, negadir mana shu Qirg'iziston bilan o'yinda qo'yilmadi, undan oldingi o'yinlarda tashqariga monitor qo'ydi, kira olmaydigan odamlar hisob. Endi mantiqan ham to'g'ri, masalan 30 mingta joy bo'lsa, hammani ham sig'dira olmaydi. Eplagan, olgan. Bitta yo'li bor, biz ham bitta ozodiy qurishimiz kerak ekanda unda. Bitta mana shu tizim, pasollikka o'xshagan tizim, men eshitdim, anaqasi zo'r, ishlashi zo'r ekan, ya'ni bundan odamlarning o'ziga ham qiyin emas, keyin menimcha tartib saqlashga ham oson bo'ladi. Ularga zo'r bo'ladi. Harakat, ortiqcha bir nima yo'q. Bu tizimni sinab ko'rsa ham bo'ladi. Masalan, o'sha Turkiyadanmi, boshqa joydanmi mutaxassislarni olib kelib, nima yo'li bor, nima shuni yechimi bor, nima qilsak, mana shu narsa muammoli sekin-sekin bittada barham topmaydi, bittada yechilmasa kerak. Hech bo'lmasa qachondir yechilishi, o'sha yechilishiga olib borish uchun ham nimadir harakat qilib ko'rish, nimadir tizimni sinab ko'rish kerak. Qanaqadir tizim sinab ko'rish. Chunki iTicket shunchaki bitta sayt, kirasiz, olsangiz oldingiz, olmasangiz ola olmadingiz-da. Keyin erta misol uchun raqib muxlislarga beriladigan ma'lum chiptalar bor. Misol uchun Qirg'izistonlik 200 ta, 300 ta chipta ularga ajratiladi, VIP mehmonlarga ajratiladi. Har xil nima deydi, elchixona va yana hammaga bilet tarqatiladi. O'shalardan tarqatib bo'lgandan keyin qolgan o'sha chiptalar bor, ma'lum nechtadir chipta. O'shani odamlarga, muxlisaga yetib borishini yo'lini qilish kerak-da. iTicket bilan kassada sotilayotgan biletlarni ko'rdik hozir. Bizga hech qanaqa faqat muammo keltirib chiqaryapti. Yana bitta muxlislardan norozichilik keltirib chiqargan narsa ko'ramiz o'yinda. Bu butun Yevropada ham boshqada ham stюartlar turadi, ya'ni birinchi qatorda to'sib turadi va 1, 2, 3 даже 4-qatorda o'tirgan muxlis ham o'yinni ko'ra olmayapti ekan. Bilet olib kiryapti-da, o'yinni ko'ra olmayapti. Bu endi xavfsizlik anaqasi. Aslida shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana o'yinning oldin nima qilinadi? Osiyo chempionatlarida mana media tribuna bor. Hozir stadionlarimizda media tribuna shunaqa qurilganki, jurnalist uchun. Media tribunani pastidagi qator bor-ku, o'tiradigan o'rindiq. Sotilmaydi, o'shalar bekitilib qo'yiladi. Sababi etga odam kiradigan bo'lsa, yo turib oladi yoki obzorni to'sadi. Shuning uchun xuddi shunaqa, masalan uchun organ xodimi yoki stюartlar turibdimi, qanchalik to'syapti, qaysi qatordan boshlab ko'rinishi boshlaydi. O'sha qatorgacha bilet sotmaslik kerak. Sotmaslik kerak. Bo'ldi, tamom. Yopilish kerak. O'zi mantiqi ham shu. Endi bizga xavfsizlik nuqtai nazaridan erta stюartlarning turishi majburiymi? Demak, o'sha 4 ta qatormi, nechta qator sotilmasligi kerak. O'zi aslida 4 tasi, 2 tasi. Sotilishi noto'g'ri. Agar muxlis ko'rolmayotgan bo'lsa, pulga chipta sotib olib kirib, ko'rolmayotgan bo'lsa, bu endi bu ishlash kerak bo'lgan muammo. Misol avvallari ora-ora ochiq bo'lar edi, sal ko'rsa bo'lardi, lekin oxirgi yillarda ko'p ko'ryapmiz, o'sha stadionga yugurib tushayotgan muxlis bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Shuni oldini olish uchun stюartlarni ham ko'paytirgandi. Yevropalarda misol uchun o'tirishadi-yu, ular tikka turishmaydi. Faqat gol bo'lgan vaziyatda nimadir vaziyatda turib olishadi. Balki shunaqa yo'l qilish kerakmi yoki bilmayman. Endi bizda hozir xavfsizlik kuchayib ketgani sababi bor. Ikkitami 3 o'yinda bizning muxlislar maydonga yugurib tushib ketdi. Shuning uchun ikki qatorli qilib, ya'ni pastda ham turibdi, tepada ham turibdi. Ya'ni ikki qator, ani duxetapni deydi, xuddi shunaqa rejalashtirgan o'sha organ xodimlari tomonidan, tartib saqlash xodimlari shu yechimga kelishdi. Ya'ni shunaqa qilmasak, muxlislarning maydonga yana yugurib chiqish ehtimoli ko'payadi deb. 2 marta muxlis yugurib tushdi, 2 marta katta jarima to'ladi. 2 marta emas, undan ham ko'p bo'ldi. Endi men ko'rganim 2 marta aniq tushdi, 2 marta aniq jarima to'ladi. Shuning uchun katta jarima bu. Arasi jarima to'lamaslik kerakmi? Demak, ularni to'lash kerakmi? Ularning orqasida o'tirgan o'sha muxlislarni ham o'ylab ko'rish kerak. Joyi sotilmasligi kerak. Shunchaki yopib, kreslolarni tushirib qo'yish kerakmi? Skotchlab qo'yish kerakmi? Xullas shu. Hozir muxlislarning og'riqli mavzular haqida gaplashdik, ikkita o'yin haqida gaplashdik. Bizda yana bitta katta mavzu turibdi. Ya'ni katta nom, katta mavzu. Abduqodir Husanov, Manchester City futbolchisi, Manchester City futbolchisi sifatida ilk bor milliy terma jamoa yig'iniga keldi va uni atrofida bo'lgan voqealarga munosabat bildirib o'tsa, menimcha yaxshiroq bo'lardi. Zo'r bo'lardi. Chunki hamma gapirdi, hamma o'z talqinini bildirdi. Endi top podkastdagilar ham gapirsa yaxshi. Masalan, Abduqodir Husanov darajasi baribir o'ynayotgan jamoasi Cityda o'ynayapti, Gvardiolaning qo'l ostida. Daraja boshqa baribir, ya'ni Shomurodov Romasi hozir bu darajada emas-da baribir.
bunday olib qaraydigan bo'lsak. Endi Abduqodirni atrofidagi o'sha voqealar deymizmi, uni atrofida o'sha o'ralashib yurgan odam umuman hali mashg'ulotga borganda Abduqodir aurasi degan bitta surat chiqdi-yu, Abduqodir mashg'ulotdan oldin anaqa jurnalistlarga intervyu berayotgan paytida Abduqodir turibdi, 50 ta odam, kamera, mikrofon, tushunarli holat. Abduqodir hozir hamma muhokama qilayotgan shaxs deylik, yosh bo'lsa ham, lekin uni atrofidagi o'sha ba'zi narsalar menga yoqmayapti. Birinchi navbatda menga juda bir erish tuyuldi, g'alati narsa-da. Misol, unga berilayotgan savollar, unga bo'layotgan nima deydi? Ko'ramiz, kelganlarning ko'pchiligi shunchaki Abduqodirga savol berish uchun emas, shunchaki u bilan suhbatlashish, rasmga tushish uchun kelganlar bor, boshqa bor. O'sha jardagi mashg'ulot bor, o'sha paytda. Bu haqda ko'p gapiriladi. Jurnalist ukalarimiz, singillarimiz kelayotganda tayyorlanib kelinglar, beradigan savollarni berib kel. Mayli, ular endi jurnalist, ertaga pishadi, agar shu sohada ketadigan bo'lsa, ertaga o'rganib oladi. Haligi ertaga mashg'ulotlar qanaqa, bu yerdagilar qanaqa, u terma jamoadagi qanaqa, bu sog'indingizmi, to'yingizga kim aytasiz? Endi bu muhim o'yin oldidan beriladigan savollar emas-da. Men aniq shunaqa xulosaga keldimki, bu savolni berayotganlarga futbol qiziq emas. Kim bilan o'ynayapti O'zbekiston, qanaqa muhim o'yin turibdi oldinda, qiziq emas ular. Abduqodirga mikrofon tutib bitta savol bersa bo'ldi. Mayli, o'rganib. Keyin yana kimdir aytibdi-ku, mayli shunaqa savollar berilishi ham mumkin-da, endi baribir kutish kerak-da bunaqa savollarni ham degan mazmunda kimdir kecha kimdir gapirdi, eshitmadim. Men bitta narsa hayron qoldirdi-da, mana mashg'ulotda gapirdim-ku. O'yindan oldin rasmiy mashg'ulot 15 daqiqasi ochiq media uchun. Biz o'sha yerda edik, sizlar ham bor edinglar. Hali Uzcard bilan shartnoma bo'lgan o'sha jardagi mashg'ulotda. Birinchi hali futbolchilar birin-ketin mashg'ulotga chiqib keladi maydonga. Birinchi bo'lib kim chiqib keldi, ko'rdinglarmi? Birinchi bo'lib Eldor Shomurodov bilan Rustam Ashurmatov chiqib keldi. Qayrilib ham qarashmadi. Eldor bilan Rustam jamoa sardor, Roma futbolchisi. Tanishmaydi ham ko'pchilik. Chiqib keldi maydonga, shundoq jurnalistlar oldiga o'tib keldi. Kimdir qo'lini ko'targanda bo'lsa, shundoq spokойно anaqa mashg'ulotga chiqib ketdi. Ikkalasi kopta tepib yuribdi, qaragani ham yo'q. Eldor Shomurodov nima, u Romada o'ynayapti, Masharif Sardorimiz. Va O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar. Menda, masalan, jurnalist bo'lib borsam, menda Abduqodirga savolim yo'q. Menda Eldor Shomurodovga ko'proq savolim bor edi. Men Eldorga savol bergan bo'laman. Sabab birinchidan jamoa sardori juda ko'p narsa unga bog'liq. O'sha to'purari hozir yaxshi formada, chunki Qirg'iziston bilan o'yindan oldin himoyadan ko'nglim to'q, misol uchun Abduqodirdan boshqa himoyachilarga men beradigan savolim yo'q. Asosiy masala biz gol urishimiz kerak, yutishimiz kerak. Asosiy savolim men hujumchilarga yoki hujum ortidagi futbolchilarga bo'ladi. Masharifga bergan bo'lardim savol. Himoyachilarga mas'ul, lekin hamma nimagadir shu Abduqodirga savol bersa bo'ldi. Muhim o'yin baraka topganlar, u muhim o'yindan oldin futbolchilarni haligi nima deydi, o'yinga tayyorgarlik ko'rayotganda hamma narsa xayolda o'tdi. Masalan, bechara Abduqodir Toshkentga misol kelgan bo'lsa, bir 5 kunga kelganmi? 5 kunga kelganda 5 kunda 50 kunlik ish qildi-da, lekin rejalashtirib kelgandir, u qilaman, bu qilaman deb o'sha anaqa qilishmadi-da. Misol bir o'sha mashg'ulotlardan boshlandi-da, uni anaqasi suratga tushadi, kimdir qo'yib yuborgisi kelmaydi, borib ushlab oladi. Xohlagan odam xohlagan reklamasini qildiryapti. Ozgina tinch qo'yish kerak. Endi Abduqodir yosh, imij degan narsalar bor, imijviy prava degan narsalar bor. Menimcha bu narsalarga Cityda hali o'rganadi. Shartnoma bandlarida hamma narsa ko'rsatiladi. Kimga intervyu berish kerak, kimga intervyu berish kerak, intervyuda nimalarni gapirish kerak, nimalarni gapirmaslik kerak. Haligi real libosiga qo'l qo'ymayman dedi-ku, ya'ni odamlar shuni ham boshqacha taqiq chiqdi. Mayli, tushungan biladi. U shartlarda bor shunaqa bandi. Citydan boshqa klub libosiga qo'l qo'ymaslik kerak, iloji bo'lsa qo'l qo'ymaydigan joylari bor Cityda-da. Shunga uzr qo'ya olmayman, Realga qo'ymayman demadi. U nima deyishyapti? Realga qo'l qo'ymas ekan, Real futbolkasiga qo'l qo'ymayman dedi. Xohlamayman demadi, qo'ya olmayman, uzr dedi. Ya'ni shu narsalargacha o'sha Abduqodirni og'zidan chiqayotgan har bitta gap, Abduqodir har bitta harakati muhokama qilinyapti. Bu futbolchining o'ziga zarar berib qo'yadi-da. U atrofidagilarmi, uni orqasidan hype ishlaganlar, like, ko'rishlar, hamma narsa shuning uchun bo'lib turibdi. Otasi aytib turibdi bechara. Iltimos olmanglar deganda, mumkin emas. Shaxsiy masala. Iltimos olmanglar. Yo'q, o'zim uchun chaq ko'rsatmayman deb necha mingta prosmotr bo'ldi. Ya'ni iltimos qilib turgan joyida ham baribir Abduqodir tinch qo'yishmayapti. Bu narsani yomonligi, mayli, men kimdir prosmotr uchun, boshqa uchun epladi, lekin shu narsani bilish kerak, bu narsa yosh futbolchi, hali unaqa narsalarni bilmaydi-da. Ya'ni bu savolni Eldorga kimgadir bersa, Eldor yoki Jalolni jinnimasa, normal savol bergin deydi-da. Biladi. Bunga
bu normal qabul qilyapti. Ya'ni boshqa nimasi ham yo'q buni. Soddaroq. Yosh hali. Tushunib turadi doim. Kulib turadi doim. Shundan ham foydalanishyapti-da bunda. Ya'ni men qo'rqadiganim bu faqat minusiga, faqat zararga ketadi. Albatta bu imidjni isportit qiladigan ham, o'sha buni imidjini buzadiganlar ham, mana shu o'zimizniki. Agar nimadir bo'lsa, shular aybdor bo'ladi. Boshqa chet ellik nimalar emas. Buni ingliz matbuoti ham juda yomon qabul qildi. Yaxshi qabul qildim, chunki ular uchun norma emas-da bunaqa Va narsa. eng qiziq jihati bor-ku, mana geylik voqeasi ham boshqacha qabul qilindi-yu. Va ularda qattiq qabul qilindi. Boshqacha qabul qilinyapti va o'zi aslida masalan image maker unaqa narsalar bor-yo bilmayman, lekin agentlar futbolchini imiji bilan ham agentlar shug'ullanadi-yu. Aynan yoki ularning tashabbusiga o'xshab ko'rinyapti-da hozir. Lekin bu yaxshi emas. Ya'ni Chunki aytmoqchisi ingliz matbuotini bilamiz, u Beckhamlarni ko'mib tashlaganda vaqtida. o'ta konservator ular. Bunaqa narsalarga oddiy misol ana Rashford bo'lmasam nima qilgan, yomon ish qilib yurmagan, o'sha xayriyalarda nimalarda qatnashgan. Angliyada Qanchalik tanqid qilib tashlashdi. shunaqa. Tuxel Chelsea-ni Chempionlar Ligasi olib bergandi-yu. Tuxel Angliya terma jamoasiga mayli qanaqadir kuchli murabbiydan kelgan bo'lsa hamda kim edi? Southgate'dan oldin keldi. O'sha tarkib potensialidan to'g'ri foydalana olmagan murabbiydan kelyapti-da. O'sha ingliz gazetalari anaqasi ingliz futbolida o'lim kuni o'shanaqa kutib olyapti-da. Uni hali hech nima bo'lmagan. O'sha shartnoma imzolash vaqtini masalan bilamiz ingliz matbuotini shunaqa kutib ol. Sartarosh ham kirib foydalanyapti vaziyatdan. Menga yoqmayotgan kulgiga qolamiz. Ular kuladi, ko'pchilik kulyapti, kommentlarni o'qisanglar, bu ko'rmaganni ko'rgan Men bitta kommentni ko'rdim men ham. Hali yozishdi-ku, bizni futbolchimiz City'da o'ynamasin ekan deb hazilomuz o'zi. Shu narsa chinga aylanib qolmasligi kerak debdiki. Ya'ni biz darajamizni ko'rsatib qo'ydik. Va qaranglar, bu mayli u yozgani ham boshqasi ham, lekin to'g'ri e'tibor bo'ladi, yulduz tabiiy jarayon bunday olib qarasa, lekin uni qanaqadir ma'noda himoya qilish kerakki, masalan, Eron bilan o'yinda men Abduqodirni tanimadim-da. O'sha uchun ham yuqorida aytyapman, Husniddin kerak edi deb. Abduqodir yomon o'yin o'tkazdi menimcha. O'ziga o'xshamadi bugun. Chunki keldi masalan tadbirlar, u yo'q, bu yo'q. Bola masalan o'tirib dam olishmayli, nimadir o'ylaysiz-ku mana. Bugun o'ylashga ham vaqt qolmayapti. Emotsional nima, charchoq degan narsa bor-ku. Unda shunaqa narsa hozir. Nechta uchdi misol, u yoqdan bu yoqqa uchib keldi. Uchishlari bor, boshqa bor. Endi yosh futbolchiga asosiy ta'sir qiladigan narsa mana shu tashqi narsalar bor. Masalan, katta futbolchilarda bu narsaga immunitet shakllanganda o'sha, ya'ni bunga ham o'sha shakllantirish kerak. Bunaqa narsalarga e'tibor bermaslikka, iloji bo'lsa bunaqa intervyudan qochishga, javob bermaslik ham haqqi bor. Ya'ni image maker bo'lish kerak yoki agenti yoki klubda. Klubda o'zini tartib qoidalari bor. Tashqariga chiqqanda ortiqcha gap gapirib qo'ymasligi, boshqa deganda shartnomasi, katta shartnoma-da baribir. Top klub bilan shartnoma. Bu yerda bu bilan image maker ishlash kerak. Mayli farqi yo'q, otasimi, kimdir. Buni shu narsani yomon ta'sir qilishini masalan Hikmat aka otasi bilib turibdi-da. Yonida yuribdi har doim, yonlarida yuribdi-da endi. O'sha videoga ham olmadyapti. Buni ertaga qanaqa ta'sir ko'rsatish ehtimoli borligini bilib turibdi. Yaqin atrofdagilar, lekin baribir tinch qo'yishmayapti. Endi baribir vaqtinchalik deb Hozir o'ylayman. bitta voqeani aytib beraman. Misol men YouTube kanalida ko'p legioner futbolchilar bilan chetga chiqib intervyu qilaman. Mana o'sha kommentlarni ko'radigan bo'lsak, ko'pchilik Abduqodir Husanov so'raganda, Lansda o'ynab yurgan payt so'rashdi. Men nimaga aloqaga chiqdim agentiga, G'ayrat akalarga. Aloqaga chiqsam, o'sha paytda PSG bilan o'yin atrofi edi. Konkretno yo'q dedi. Yo'q, intervyu mumkin emas dedi. Hozir dedi Abduqodir Husanov atrofida dedi ko'p xabarlar chiqyapti. Shu narsani o'zi ham mana ta'sir qildi dedi. PSG bilan o'yinda o'shanda qizil olgandi. Va hozir siz kelib intervyu oladigan bo'lsangiz, bu ham qaytanga minusiga ishlashi mumkin. Shuning uchun hozir intervyu berilmaydi dedi. O'sha paytlari men qoyil qoldim haqiqatdan. Biz xohlaganimiz bilan uni fikrida ham jon bor-da. Ya'ni shov-shuv ko'payib ketadi atrofida va Cityga o'tyapti-da, agentlar unaqa ushab turgan odamni har xil narsa reklamalarda chiqyapti-da Toshkentga kelgandan keyin. Men shu jihat qanaqadir G'ayrat akadan uzoqlashgandek ko'rindim yoki balki G'ayrat akani vaqti bo'lmayotgandir. Chunki u Cityga o'tguncha ham mashhur edi-da. O'zbekistonning eng mashhur o'sha o'yinchilaridan biri edi. Ancha shu yopiq o'yin lekin sifatida. bunaqa holatlarga ko'p duch kelmasdik. Oxirgi paytlarda ko'payib ketdi.
umid qilamiz shu tomonlar bo'yicha alohida ishlanadi. Endi katta nom, shunga yarasha mehnat qilish kerak. Uni atrofida aynan Husanovni himoya qilish kerak, ochiqni aytganda, o'sha tashqi muhitdan. Bu yoshdagi futbolchilarda ko'p kuzatiladigan holatda. Men terma jamoalar bilan, yoshli terma jamoalari bilan ko'p yurganman. Musobaqalar, turnirlarda, mana Gasinsilarda xonaga kirib oladi, shunda ochadi internetda Abduqodir Husanov. Bu yoqqa boradi, Abduqodir Husanov. Bu o'ziga ham yoqmaydi bu narsa. Ya'ni to'yadi, to'ydirib yuboradi odamni-da. Bunda immunitet yo'q bu narsaga. Ya'ni yosh futbolchilar, masalan, Jasur Yaxshiboyev bilan shunaqa bo'lganda, men bitta voqea aytib beray. Bahraynga borganimizda Osiyo chempionatiga eng zo'r payti yosh, maydonda hammadan zo'r edi. Unisi chiqadi, intervyuga bunisi chiqadi. O'sha yerda qanaqadir Bahraynning klublaridan odamlar chiqdi. Zo'r futbolchi ekan, gaplashsak bo'ladimi, agenti kim? Bu shov-shuvda Yaxshiboyev 19 yoshda, 2016-yil. Yaxshiboyev ko'rib o'tirib, ko'radi-ku yosh bola. Bunisi keladi, "Sen bilan o'qizib qotgan bu, men sen bilan intervyu olmoqchi ekan." Bu to'ydirib oladi. Charchiydi bola, charchiydi. Real shunaqa narsa. Ya'ni Abduqodir aniq bilaman, hozir yozgacha bu borada ishlanadi. G'ayrat ekanmi, agentimi, boshqasimi? Mana shu narsalar ko'rindi-ku, hamma o'qidi, ko'rdi, nima bo'layotganini bilib turibmiz. Yoniga qanaqadir qo'pol qilib aytganda, telexranitelmi, kerak, telexranitel kerak ekan. Image maker aniq kerak. Matbuot kotibmi shunga o'xshagan, ya'ni matbuot kimga intervyu berish kerak, qanaqa savollardan qochish kerak, nima gapirish kerak, nima gapirmaslik kerak degan narsalarning hammasini bunga sekin-sekin o'rgatib bormasa, o'ziga minus bo'lib qolish ehtimoli bor. Barvaqt Husanov katta asrashimiz kerak, katta nom, bu talant. Bunaqa iste'dodlar har yil futbolchimiz Cityga o'tmayapti. Bitta Eldor bor edi Romada, boshqa bunaqa futbolchilarimiz yo'q. Ertaga xuddi shunaqa PSG bilan o'ynadi, qizil oladi, ertaga kerakli o'yinda yana qizil olib qo'yadimi? Eng muhimi uni o'sha sodda, oddiy, samimiyligidan foydalanmasligi kerak odamlar. Intervyu bermasa, intervyu bermayapti, ya'ni kimdir bor buni reklama qilmayapti. Ko'pchiligi tanishida, o'sha atrofida yurgan, keyin ko'pchiligi o'zi ham tanimasa kerak buni. Masalan, bundan foydalanib o'qiyotgan, xohlagan narsasini reklama qilyapti, xohlagan ularni ham tushunsa bo'ladi. Ular ham shundan foydalangisi kelyapti. Endi mana borada aniq ishlanish kerak, chunki endi uni reklamasi ham anuda arzon emasda. Bu kecha istalgan narsa bor. Juda qimmat bo'lishi kerak bu. Xayrul aka Futbol Plusda yana eslatib o'tdim, ko'rdim, aytib o'tdi-da, o'sha Romaga o'tgan paytda Shomurodov qayerdir chaqirmoqchi bo'lishgan, kelbersin degan. Keyin Shomurodov vakillariga aloqaga chiqqanda, ular qanchadir summa aytgan. Shunaqa. U summani aytgandan keyin uni chaqirmoqchi bo'lgan odam bor-ku, degan. Normal holat. Idealda shunaqa bo'lishi kerak. 100% shunaqa bo'lishi kerak. Abduqodir kimdir chaqirmoqchimi? Sen chaqirmoqchimisan? Marhamat, pulni to'lab qo'yib bo'ladi. Shunaqa bo'lish kerak-da o'zi idealda. O'shanda o'ylaydi odam. Senga Abduqodir kerakmi yoki boshqa futbolchi kerakmi? Gaplashasan, qanaqa savollar berilishini, qanaqa mavzu bo'lishini oldindan kelishib olasan. O'zi aslida ham shunaqa. Hamma joyda shunaqa. Jurnalistika, futbol jurnalistikasi, futbol mediasi rivojlangan joyda shunaqa ishlaydi. O'zi kamroq chalg'iydi. Shu taraf va o'sha matbuot borasidagi qo'shimcha qilib ketay. Masalan, endi to'g'ri, so'z erkinligi boshqa, hamma xohlagan savolni bera oladi, normal holat, lekin bitta narsaga futbolga oid savol berish kerak. Yo'q, mayli, nima desam, lekin u joyga borganda futbolga bermasa ham aka, u terma jamoani hurmat qilish kerak-da. Chunki umumiy jihatdan olib qaraganda Abduqodir Husanov O'zbekiston milliy terma jamoasini oldida, o'zi oddiy holatda hech kim emas-da u. Jamoani bitta bo'lagi, bitta qismi. Terma jamoada katta emas, muhim emas terma jamoada. O'sha tarafdan olib qaraganda hurmatni saqlash kerak terma jamoaga. Masalan, Abduqodir qanchalardir keyin faoliyatini tugatadi. Terma jamoa bizlar bilan doim va hammaga bir xil munosabat. Men o'zim anaqa jurnalist bo'lganimda ham, boshqada ham terma jamoani birinchi o'ringa qo'yish kerak. Qanaqadir nomlov uchun kelib, endi mayli savol saviyasini biz belgilamaymiz-ku, lekin birinchi navbatda hammaga endi jurnalist bo'lgandan keyin teng munosabatda bo'lish kerak va o'sha terma jamoani hurmat qilish kerak menimcha. Terma jamoani hurmat qilish kerak. Terma jamoani yig'iniga kelgan futbolchiga shaxsiy savollar berilmaydi-da va futbol u terma jamoani o'yiniga kelyapti, muhim o'yinga. O'yin borasi bir marta qochib ham ketdi. Abduqodirni olib keldi. Davron aka olib kelgan payti aytdi, terma jamoa haqida so'raylar dedi. Shunaqa, o'zi shunaqa hamda.
Birinchi savol to'y haqida bo'ldimi? Yo, to'y haqida kimdir Vitor Reis hazil qildi. Vitor Reis eng yaqin do'stingiz ekan, to'yingizga yetasizmi Yo, degan. unaqa dema. Vitor Reis eng yaqin do'stim deb intervyu bergansiz, unga taklifnoma berdi. O'sha to'yingizga yetasizmi dedi, shu taklifnoma berasizmi degan. Endi baribir bulardan ham xafa emasmiz, tushunamiz, chunki bu sohaga endi kirib kelgandir balki borib o'sha intervyu oldigandir, kimdir qayerdadir chiqqandir. Agar shu futbol jurnalistikasiga ketadigan bo'lsa, 1-2 yilda o'sadi, ularda o'sish bo'ladi. Bunaqa savollar berilmasligini tushunib yetadi. Agar tushunib yetsa, endi baribir qancha futbol o'sha jurnalistlari mashg'ulotdagi aksari futbol jurnalistikasi, umuman sport jurnalistikasiga aloqasi yo'q odamlar ham bor edi. Faqat uni o'sha boya aytganimizdek nomidan foydalanib PR qilmoqchi xafa bo'lganim aniq bilaman. Futbol qiziqmas o'sha kuni kelgan odamlarga terma jamoani o'yini ham, umuman futbol ham qiziqmas bo'lgan odamlar kelganda. Biz shuning uchun nafaqat Abduqodir, boshqa futbolchilarni ham bulardan sal uzoqlashtirish kerak, asrashimiz kerak. Chunki mediani ta'siri baribir futbolchiga yomon ta'sir qiladi. Pozitiv narsalar ham ko'p, lekin bizda ko'proq baribir negativ ta'sir qilib qo'yish ehtimoli yuqori. Yana bitta aniq aytaylik. Bugun Eron bilan o'yinda masalan Taremini o'zi ko'p ish qilib tashladi-yu. Bizga masalan Abduxoliqovga imkoniyat berilmayapti. Umuman hujumchilar masalasida tanlov juda qisqadi. Ularga qarasangiz Azmun bor, Taremi bor, Jahonbaxsh masalan Galyador hujumchi, Ali Alipur degani bor va Eronda har doim mana shunaqa bo'lib kelgan. 4-5 futbolchidan minimum foydalanadi Eron har doim. Va juda ham xavfli-da va bizda balki yoshlar bilan ishlashda shunga e'tibor qaratilar, balki o'sha jamoalardagi murabbiylar ko'proq imkoniyat berar. Hujumchilar masalasi juda ham oqsayapmiz oxirgi yillarda. O'zi hozir oldin himoyachi muammo edi, bizda endi hujumchi muammo. Qaysidir bitta hujumchi bilan gaplashganmidi? Yo, Norchayev bo'lishi kerak. Yo, Bobur Abduxoliqov edi. Ikkalasi ham bittasi Alaniyaga borib legioner bo'lib o'ynadi. Bobur Abduxoliqov Belarusda o'ynab yurgan paytimi intervyu olganimizda gaplashganmiz. Bizda o'sha yerlarda alohida hujumchi bilan ishlaydigan personal trenerlar bor degandi. Katta ehtimol bilan Norchayev bo'lsa kerak, adashmayotgan bo'lsam. Men o'sha oldinroq taklif kiritganim nafaqat klublarga, akademiyalarga ham jalb qilish kerak. Chunki bu hozir bitta qaraganda bilinmasligi mumkin, lekin adashmasam 97-yildan keyin tug'ilgan yigitlar ichida Super Ligani bir mavsumda o'sha o'yindan 10 ta gol urgan o'yinchi yo'qdi. Bu muammo. Adashmayotgan bo'lsam, ular 28 yoshga kiradimi bu? 97-yil tug'ilganlar? Ha. Bu juda ham katta muammo menimcha. O'zi 97-yildan keyingi tug'ilgan futbolchilarning milliy terma jamoa darajasida o'ynab ketgan hozirgi yo'qda. O'sha onda sonda chaqirilib turiladi. Kerak, bu qurg'oqchilik bo'lib ketadi. Sergeyev ham 30 ga kirdi-da, 30 dan oshdi. Mana Shomurodov o'z karyerasini yakunlaydigan bo'lsa, Boburga murabbiylik ishonmayapti masalan. Yosh boshqa hujumchi ham aniq qilinmagan. O'sha yoshlar yaxshiroq harakat qilish kerak. Yaxshi anaqalar bor, nomzodlar, talantlar. Hozirgi imkoniyatda, chunki raqobat kuchli emas hozir hujumchi zag'ida. Aynan markaziy hujumchi pozitsiyasiga. Hozir markaziy qo'shish kerak bu mavsumda. Terma jamoada o'sha markaziy hujumda rotatsiya bo'lmayapti degandek fikr bildiryapsiz. Baribir yo'q, rotatsiyaga emas. Deylik, Shomurodov Osiyo Kubogini o'tkazib yubordi-yu, nimadir bo'lishi mumkin. Boburga ishonmayapti masalan murabbiylar. Balki keyingi o'yinlarda va 3-hujumchi chaqirilmayapti-da. Chunki yo'q. O'sha uchun aytmoqchimanki, yoshlar qo'shish kerak. Hozir masalan yaxshi anaqalar bor, Andijonda bor, Navbahorda bor, Neftchida bor albatta va Surxondaryo. Haydarov, Wunderkind. Yaxshi bolalar hozir qo'shish kerak. Yosh deb yururmaslik kerak-da. Yarq etib borlar, 1-2 yil yo'qolib qoladi. Hozirchi eng qo'shish kerak bo'lgan bola menimcha Norchayev qo'shish kerak. Chunki Kapadze Norchayevni biladi, Norchayevni o'ynatgan, Norchayev o'zi milliy terma jamoada ham o'ynashga ulgurdi, qo'shadigan payti. Abdug'afur Haydarov bor, xuddi Norchayevga o'xshaydi. Uslubi ham, chapaqay, gavdasi ham, uni to'p bilan ishlashar bir xil. Ya'ni bular bilan bizda ko'p hujumchi paydo bo'ladi, mana yarq etib kimdir mayli hujumchi emas, boshqa futbolchida 1-2 yildan keyin yo'q bo'lib qoladi yoki o'sha o'rtama darajaga tushib qoladi. To'xtab qoladi. Bularni o'stirib, komfort zonasiga kirib qoladi, olib chiqish kerak ularni. Dalcha o'stirish kerak. Va yomon tarafichi bizda normal qabul qilinadi. Masalan, hujumchi deylik 8 ta gol bilan agar mavsum tugatsa agar, bu katta natija. Yaxshi hujumchi ekan.
Zo'r. o'shanaqa Hozir holatga 30 ta o'yinda, 30 ta o'yin bo'ladi Superliga chempion. 30 ta o'yinda 10 ta gol ham kamda, hujum normal hujumchi uchun. 20 ta 20 ta ham kam o'zi aslida. o'sha ularni tushirmaslik kerak, aynan yoshlarni ko'proq talab qilish kerak va ular ham o'zini ustida ishlash kerak. Mana o'sha Sergeyev jarohatdan keyin o'zini tiklolmayapti. Muhim o'yinlar turibdi yozda oldimizda. Nima bo'ladi, nima bo'lmaydi hozircha taxmin qila olmaymiz-ku. Lekin juda ham yaxshi imkoniyat. Mana 2 oymi o'zini ustida ishlab, bitta balki jahon chempionatiga olib chiqadigan golni o'sha yoshlardan kimdir kiritib qo'yishi mumkin. O'sha Norchayev aytdi deyman, nimada? O'sha hujumchilar bilan alohida ishlaydigan murabbiy. Bu narsa kerak. Ikkalasidan bittasi. O'zi futbol tendensiyada hujumchi bilan alohida ishlaydigan bor, darvozabon bilan bor, standartlar bo'yicha ishlaydigan ko'rdik-ku, ana Arsenal mashhur bo'lib ketdi, har ikkita burchak to'pidan bittasi gol. Shunaqa murabbiylar kerak, mana shunaqa narsa bularning ustida ishlashimiz kerak. Chunki haqiqatan ham bu muammo bor, yo'q narsa emas. Ya'ni yo'q narsani gapirmayapmiz. Hujumchilar muammosi necha yillardan beri ruhiy tomonlama ishlaydigan kerak. Cheran 37 yoshda 5 yil to'prar bo'lib yurdi-da, 13 ta 14 ta gol urdi. Yo'q-da, unga yetib oladigan ham yo'q yosh. Yo'q, to'g'ri. Yo'q, ko'piga imkon bermaydi. Yetib olaman degani ham legioner bo'lib chiqyapti. Yoki ketib oladi legioner bo'lib. Xullas, bu muammoni yillar davomida hal etib bormasa, keyingi jahon chempionati, masa bu yil jahon chempionati chiqdi deylik, hamma euforiya bilan esdan chiqib ketadi, lekin oldimizda hademay 2 yildan keyin keyingi saralash keladi. Uje u tarafni o'ylash kerak, ularni o'ylash kerak. U saralashga kimlar bormi bizda hozir? Chunki 1 yil 2 yilda hal bo'lib qoladi. Baribir bu jahon chempionati ko'plab futbolchilarimiz uchun oxirgisi. Keyingi saralashlarida ishtirok etmasligi ko'p futbolchilarniki noma'lum. Jahon chempionatidan keyin hali milliy terma jamoada ayrim futbolchilar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab ham borishi mumkin-da. Keyingi saralash nimada kompaniyasida misol uchun Eldorlar ham 32-33 yosh bo'ladi. Sergeyev katta ehtimol tugatib yuboradi. Chunki 34 yosh Masharif 34 bo'ladi, 35 bo'ladi. Masharif Sergeyev tengdoshda, bitta yosh 34-35 bo'ladi. Shunaqa. Shukurov ham hozirdan agar bularni 30 dan oshadi. Hozirdan Yusupov, o'ylamasak Eshmurodov qiynalib qolamiz keyingi saralashlarda. Hozir mana hujumchilar bilan alohida ishlaydigan mutaxassislar olib kelish kerak deyapsiz, lekin psixologik, ruhiy tomonlama ishlaydiganlar ham kerak-da. Sababi oxirgi yillarda har xil yosh toifasini oladigan bo'lsak ham, ko'plab mana Qirg'iziston bilan o'yinni eslaylik, penaltidan foydalana olmadik va umuman boshqa musobaqalarda ham turli xil yoshlarda aynan penalti bizga pand beryapti. Ilgarilar yoshlar terma jamoamizda psixolog bo'lardi. Psixolog degan lavozim bo'lardi. Konkret odam kelib terma jamoa bilan birga yig'inlarga bormasa ham, boshqa bo'lmasa ham o'sha tarkibda bo'lardi. Toshkentga yig'inlarga kelib, futbolchilar bilan ishlab, shunaqa psixolog bo'lardi. Yoshlar terma, katta terma jamoada bo'lmaganmi, men bilmayman, lekin psixolog degan o'zi odam shunaqa nima deydi? Mutaxassis futbolga kerak. Ham butun dunyoda, Yevropada bor. Aynan bitta futbolchi bilan ishlaydigan psixolog bor, uning xarakteriga qarab. Terma jamoa bilan ishlaydigan, hujumchilar bilan ishlaydiganlar, darvozabonlarga kerak psixolog misol uchun. Va faqat terma jamoaga emas, klublar ham jalb qilish kerak, chunki bu kichkina narsada ko'rinadi, lekin men o'zim faoliyatim davomida masalan bilaman, shunaqa o'yinchilar bo'ladi. U masalan zo'r potensiali borda, lekin u siz unga ishonayotganingizni his qilib turmasa agar, umuman o'yinga chiqmaydigan bolalar bor. Men masalan hozir ko'p yoshlar bilan ishlayman, kuzataman, shunaqa bolalar bor. Hamma bilan o'sha ishlanadigan klublar ham o'sha umid qilamiz e'tibor qiladi va bu aynan yoshlarga ham ko'p kerak bo'ladigan jihati. Masalan, o'sha mashhur futbolchilarga endi anaqa normal jarayon, qizlarning e'tibori oshib ketadi-yu. U20 jamoamiz o'sha Gentra sovg'a qilindi masalan. Osiyo chempion bo'lganda, o'shanda hamma sho'shuv ko'tardi, voy bo'ldi, endi bitta Gentra olgandan keyin tashavvuradi, psixologik sinadi. U narsa-chi masalan, futbol o'ynab kelyapti, asosan o'g'il bolalar orasida bo'ladi endi futbol bo'lgandan keyin va birdaniga qanaqadir mashhur bloger qizlar, bir nimalar siz bilan o'sha atnosheniyada bo'lishni xohlaydi bo'ladi va bu vaqtincha narsa. Agar siz o'shanaqa karyerani davom ettirib keta olmaydigan bo'lsangiz, hech kim qolmaydi oldingizda. Muvaffaqiyat notalari ko'p, anaqa yetim bo'ladi deydi-yu. O'sha taraflama ham hech qaysi narsa ayol kishi bergan narsani puldan boshqasi ham bera olmaydi-yu, psixologik zarbani. O'sha tomondan olib qaraganda menimcha
yoshlar bilan ham ishlash kerak, klublarni o'zida ham ishlash kerak. Bizga psixologlar kerak. Psixolog bor bitta ikkita tanishlar deb. futbolchi zoti psixologga muhtojligi bor gap. Ancha yil oldin, masalan 10-15 yil oldin bitta futbolchi deylik, bitta mashinani pulini ishlab topdi, bitta kvartira oldi. Shu bilan o'sishdan to'xtab qolar. Ya'ni o'ziga kerakli narsani, komfortini, maqsadi birinchi endi yoshlar maqsadi shu tezroqda mashina olsam, bitta kvartira olsam, bitta kichkina biznes qilib qo'ysam, shu bilan o'sishdan to'xtab qoladiganlar bor edi. Hozir darajamiz boshqa. Hozir bitta futbolchiga bitta mashina kam, misol uchun, kvartiralar bor. Ya'ni aytmoqchimanki, yaxshi, saviyali, darajasi yuqori futbolchiga bu narsalar futbolchilar bu narsalar qoniqtirmayapti-da o'zi. Ya'ni anaqasi o'sdi. O'zini plankasi ham oshgan, boshqasi ham oshgan. Demak, shunaqa bo'lgandan keyin to'xtab qolmaslik uchun albatta bizga har shu futbolchilarga psixolog maslahatimi, psixolog konsultatsiyasimi bizga kerak narsa. Bu birinchi navbatda klublar bizning fundamentimiz. Baribir bizning asosiy futbol nimamiz, chempionatimizga ham ko'p narsa bog'liq. Klublarimiz ham murabbiylar shtabida har doim bundan keyin psixolog degan lavozim bo'lsa, menimcha yomon bo'lmas. Bundan faqat futbolchilar to'lash kerak keyin klublar. Mayli, to'lasin. Pulga arziydi. Biz mayli deymiz. Biz xohlab o'zimiz tashabbus bilan chiqyapmiz, lekin klub rahbarlariga bu narsa yoqadimi? Oshiqcha xarajat, rasxod. Nima bitta futbolchini oyligidan ko'p oylik olmaydi? Men sizgacha aniq misollar keltirib berishim mumkin-da. Masalan, bugun boshqa darajada bo'lish kutilgan, o'sha potensiali yuqori terma jamoada bo'lish kerak bo'lgan futbolchilar qanaqadir oilaviy muammosi bo'ladi, nimadir mashi muammolar orqali ancha pastda qolib ketyapti-da. Chunki yengib o'tolmaydi baribir. Yolg'iz bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ishlanish kerak aynan futbolchilar. Ko'pchiligi uydan tashqarida uzoqda bo'ladi yillar davomida. Yosh futbolchi oilasidan, ota-onasidan uzoqroqda bo'ladi, klubida ayniqsa. Misol Yevropalarda shaxsiy psixologi bor futbolchilar. O'zi yollaydigan psixologi bor. Biz shaxsiy psixolog yollasin demaymiz. Hech bo'lmasa klub qayg'urish kerak edi o'zini futbolchisi bo'yicha. Klub qayg'urmasa terma jamoadagilar qayg'urish kerak edi. Menimcha terma jamoada bu bo'yicha muammo bo'lmasa kerak, chunki qisqa muddatga yig'iladi baribir terma jamoa orada. Ya'ni ko'pchiligi o'sha yig'ilganda baribir terma jamoaga chaqirilayotganda hamma narsasiga qaraydi. Terma jamoa bu klub emasdi, holatiga qaraydi, psixologik holatiga, boshqasiga. Asosiy muammo menimcha shu klub yil davomida o'ynaydigan joyi klubida futbolchilar. Agar o'sha yerda yaxshi o'ynab turib, yaxshi jismoniy, ruhiy holat yaxshi bo'lsa, terma jamoaga ham bu faqat foyda bo'ladi. Bu narsani bilmadim, majburlash kerakmi? Yana bitta narsani gapirib ketaylik, bu esdan chiqibdi. O'tkir Yusuf. O'sha omadsizliklar 23-yil oxiridami qanaqadir omadsizliklar bo'lgandi unda, lekin o'sha kuzdan boshladi. Balki kimdir qo'shiladi, kimdir qo'shilmaydi. O'zbekiston terma jamoasi bugun 17 ochkoga ega bo'lib turgan bo'lsa va eng ko'p hissa qo'shgan o'yinchilardan bittasi aynan O'tkir Yusuf. Eng ko'p hissa qo'shgan futbolchi desa ham bo'ladi, chunki Shimoliy Koreyaga bilan qarshi ikkita o'yinda 4 ochko olib berdi. 6 ochko. 6 ochko olib berdi. O'sha o'yinda o'zida. Minus bo'lishi mumkin-da, ya'ni 4 ochko. Masalan, bugun ham endi biz alam qilyapti deyapmiz, lekin O'tkir bugun ham ancha jamoa joniga o'rroq kirdi. Har bitta o'yinda o'sha muhim seyflarni amalga oshiryapti. Unga ham rahmat aytamiz. Baribir O'tkir Yusupov o'sha qayta olgani sababi katta ehtimol bilan legionerga aylangani bo'ldi. Bosimdan qutuldi. O'zi bilan ham bir gaplashganimizda shu ketib to'g'ri qildim degan edi. Baribir Superligadagi o'sha ayrim o'yinlardan keyin unga tanqidlar boshlangandi. O'sha qaysidir o'yinlarda uzoqdan gol edi, uni xatosi bilan jamoasi mag'lubiyatga uchragandan keyin ancha o'sha baribir hozirgi aytgan narsamizda o'sha psixologik bosimga tushib qolganda legionerga aylanib bularni menimcha yengib o'tdi va hozir nafaqat bizda shu siklda oladigan bo'lsak eng yaxshi darvozabonlardan biri bo'lib turibdi 3-sikldagi. Terma jamoa haqida gaplashdik, muammolar haqida ham gaplashdik va biz kutayotgan va kuzatayotgan o'yinimiz yakunlanishiga 1 daqiqa qoldi. 90 plus 7 daqiqa, 7 soat kechqurungi 1. 1:15 biz o'yinni tugatib olaylik deb podkastda o'tiribmiz. Sababi shu o'yindan keyin biz yo keyingi FIFA kuniga o'tamiz, taqdirimiz yo bo'lmasa hozirda o'zida hal bo'lishi ham mumkin. Katta ehtimol bilan baribir o'sha iyunda hal bo'lar ekan terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqish masalasi. Mayli qachon hal bo'lsa ham bir qadam Ijobiy qoldi. xalosini. Bir qadam qoldi. Hammasi o'zimiz qo'limizda.
Bir ochko olsak, yutqizmasak, amaliyotda. Endi qiziqish ortib ketdi. Ortib ketdi. Balki Dubaydagi o'yinga borarmiz nasib. Balki. Ungacha podkastimizga homiylar chiqib qolsa, men bitta qo'yib, o'sha safarga borganda ham podkastlar olib u yoqda reklama qilib kelamiz. Agar ko'rsatuvimizga homiy bo'lishni xohlasanglar, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, aloqaga chiqinglar. Hozir chegirmada jahon chempionatigacha chegirma. Jahon chempionati chiqqandan keyin bizga ham Oshib kun ketadi keladi, avtomatik. bizga kun keladi-yu. Shuni kutib turibmiz hozir. Cho'ta nimadir bo'ldi. Nimaga? Arab amirliklarga Urdi. amirliklar urdimi? Urib qo'ydimi? Bulardan qardosh chiqmas ekan. 90+9 daqiqada penalti bo'ldi, nimadir qizarib yopti, gol urdi. Amirliklar. Afsus deydi. Xo'p, baribir endi o'shunda aniq bo'ladi. Ha, o'sha O'zimizni qo'limizda. hech narsa o'zgarmadi. Hech narsa o'zgarmadi to'ppa-to'g'ri. Yutsa ham hozir durang bo'lsa ham Ular oradagi farqni qisqartirgani qoldi. qisqartirgani qoldi. To'rashuvga qisqardimi shunda? Biz bitta durang olib chiqadi. Bitta bir ochko olishimiz Bir kerak. ochko olib Ikkita o'yinda bir ochko olishimiz kerak. Qatar bilan o'yinda ham. Farqi yo'q, kim bilan bo'lsa ham bir ochko olib chiqadi. Buni Qatar bilan o'yinga qoldirmaslik kerak. Bunaqa Yurak kayfiyat, ko'tarmaydi. Xudo xohlasa yo'qotishlar bo'lmasa, ikkalasini ham yanchib tashlaymiz. Hozirgi o'yinimiz, bugungi kayfiyatda tushadigan bo'lsak, menimcha hozir Amerikadan kuchliroqmiz. Qatardan aniq edi kuchliligimiz, lekin qanaqadir bir tushunmovchilik, bir g'alati mag'lubiyat bo'ldi. Bunaqasini ko'rmaganman. Endi o'zimizni qo'limizda bab. Oldin o'zimizni qo'limizda bo'lmagan, birovlarning qo'liga, birovlarning ochkosiga qarab yurganmiz. Goliga. hisob kitob qilib, hozir boshqalar bizga qarab turibdi, shuning uchun. Hozir tasavvur qildim, milliy terma jamoa hammasi to'planib ko'rib o'tirgandi. Agar tavba etib Shimoliy Koreya urib qo'ysa, bayram edi u yerda. Tehronda bayram bo'lardi hozir. Eronga qo'shib bila bayram Eron bilan qilishardi. birga bayram qilishardi. Aniq. Sizlarga Kelib qolar shukurlar. tashrif uchun rahmat. Xudo xolisa, keyingi sonimizda Superliga 3-turi haqida gaplashamiz. 3-turdan keyin, sababi bizni bu turda qiziqarli o'yinlar kutib turibdi. Bitta odamni kelish kelmasligi ham aynan 3-turda hal bo'ladi hozir. Ikkita-uchtasini aniq bo'lsa kerak kelish kelmasligi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali eng qizig'i oldinda. Homiylar aloqaga chiqinglar.